Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2025-yil 5-oyning 30-kuni o't yurak vatanparvar shoir, kompozitor, ma'rifchi Uyg'ur yangi zamon ma'rifining bayroqdori Mamtli Tevfik Efendi Jallo Shingshisi tarafidan qatnaq qilinganligining 88 yil bo'lgan kun. Bu kun munosabati bilan marhumni chunqur sig'inish va qayg'u-hasrat ichida eslash uchun bu programmani o'rinlashtirdik. Bugungi bu ko'tarilgan ma'rifchi Mamtli Tevfik nomli bu naq maydon suhbatimizga Anqara Hoji Bayram Vali universitetining professori doktor Varis Chaqan muallim bilan İstanbul Universiteti dotsent doktor Royla Qashqari xonim taklif qildim. Assalomu alaykum Varis muallim, Royla xonim, Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga kelganingizga ko'p rahmat. Va alaykum assalom. Rahmat sen taklif qilganingga. Rahmat. Va alaykum assalom. Rahmat. Bugungi suhbat programmamizda degandek ko'tarilgan ma'rifchi Mamtli Tevfik haqida bo'ldi. Bugun hamda Varis muallimni ko'pimiz bilamiz. Shunday bo'lsa-mu, bugun o'zini bir qisqacha bir tushuntirib bersa, undan keyin Royla xonimniki bugun tunji qatam Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga qatnashishi, Royla xonimni o'zini bir qisqa tushuntirib bersa, keyin programmaga kelsak. Rahmat. Bo'ldi, men Varis Chaqan, burunqi ismim Varis Abdurahman, memleketlik ismim. O'zim Sharq Turkistonning Atush degan yerdan shu Mamtli Tevfikninki hemşerisi bo'laman. Mamtli Tevfikninki yetishtirgan shu vaqtlarda shu aqartish maktablarda shu jadid yangi ma'rifda tarbiyalangan o'qituvchilardan dars olish imkoni bo'ldi bizga shu o'rta va to'liq o'rta maktablarda. Undan keyin 1985-yili universitetga nima qildim, atalmish Shinjong universitetining tarix fakultetida o'qidim. O'ladan keyin Abtonom rayonlik diniy ishlar idorasiga xizmatga taqsim qilindim. Undan keyin shu 4,5 yildek ishlab shu yerdagi ba'zi haqsizlik, adolatsizliklarni ko'rib, o'zimning kasbini qilsam bo'lg'udek deb 1995-yil 2-oyda Turkiyaga kelib, o'shadagi Anqara universitetiga magistrlik kirdim, keyin doktorlikni o'qidim. Keyin Gazi universitetida 2000-yildan boshlab ishladim. 2018-yili Gazi universitetini yerimini Ankara Hoji Bayram Veli Üniversitesi'de bölüp etti. Hazır şu Hoji Bayram Veli Üniversitesi Tarih Fakültesi'de İslamiyet'ten burunki Türk tarihi, Uygur tarihi, Karhallar tarihi, Türkistan halkları tarihi, Türk dünyası tarihi degandek muşu derslerini beriyotimi ve muşu sahada tadqiqot elib beriyotimi. Rahmat. Rahmat sizga. Xo'sh, Royla xonim. Assalomu alaykum. Mening ismim Royla Abduvoyit aslida. Qashqar Koshg'ari degan familiyani Turkiyaga kelgandan keyin olgan. Men shu Aqsuda tug'ilgan, Aqsuda cho'ng bo'lgan, to'liq o'tirg'ich Aqsuda o'qigan. Aqsu birinchi o'ttira Mamtli apandimning yetishtirgan izbosarlari bilan birga kuchlanib, janubiy vatanimizning janubiy qismidagi nuqtaliq maktablardan birisi bo'lgan bir o'tir maktab to'liq o'tirni o'z ichiga oldi. Biz shu ruh bilan shu o'qituvchilarning tarbiyasida yetishgan. Keyin oliy maktabni Uyg'ur tili va adabiyoti kasbi bo'yicha Millatlar universitetida o'qidim Beyjingda. Undan keyin atalmish Shinjong universitetida ishlab bir necha yil. Keyin shu magistr o'qish uchun chet elga chiqish orzusi bilan Turkiyaga kelib, İstanbul Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı'dan magistr o'qishga boshladim. Magistrni tugatib, doktora bosqichiga kirgan vaqtimda Mamtli apandining asarlarini tadqiq qildim. Shu munosabat bilan Mamtli apandining fikrlarini, ruhiy dunyosini nihoyat cho'nqur o'rganish, tadqiq qilish imkonim bo'ldi. Bu dissertatsiyamni tugatgandan keyin meni shu maktabda ep qoldi. Hozirgi zamon Turkiy tillari va adabiyotlari degan bo'limda Türkiye'nin taşıdaki Türk halklarının edebiyatı,
bunun içinde məxsus şu Uyğur dili ve Özbek dili ve edebiyatı sahəsində tədqiqat beriyatdım ve şunun münasibətlik dərslərini beriyatdım. Rahmet, Arslan köp rahmet. Bundan sonra bugünkü söhbət proqramımızga kiraylik. Bugünkü söhbət proqramımızga hem de Raila Hanım şu PhD o'qiyotgan mezgilde mana o'ziga o'tgandek manfiy tadqiq haqida tadqiqot shu ekan. Bugünkü program shundoq yaxshi o'z sohasidan bo'ldi. Varis kam o'zi tarixchi professor. Shunga bugun biz manfiy tadqiq fanidagi ish izini tunishtirishdan yashagan har bir davrni parallel nuqtada tarix nuqtadan shu davrni yaxshi yoritib berish uchun shu mezgildagi Sharq Turkistonning siyosiy ahvollari mushli mas qadamda tushuntirib etmamiz programımızın nimasi shu. Ankem bir-birisini to'liqlasa to'liqlasanlar bo'ladi. Bunda savol qismi kiritaylik. Birinchi savol. Manfiy tadqiq yashagan davrdagi Sharq Turkistonning siyosiy vaziyati qanday edi? Xo'sh, Varis kamisa. Mehmet Ali Tevfik'ninki yaşagan vaqti şu tug'ilgan vaqtida Sharq Turkistonda şu Manju mustabid hakimiyeti yani Manju işgalchilarining hakimiyeti devam qilayotgan, yani ahirgi yıllarını yaşayotgan vaqt edi. O vaqtda dünyanın nurg'un yerlarida mustabid hakimiyetlerge ve imperiyalarga qarshi Yevropada başlagan hareketler, milli müstakillik hareketleri taza rivojlanayotgan bir ahvolda. Bu vaqtlarda bizning G'arbiy Turkistonda bo'lsa, Çarlık Rossiyaningki mustamlikasiga qarshi bizning G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimiz Ruslarninki ruslashtirish va ularni xristianlashtirish orqali yo'q qilib o'tish siyosatiga qarshi İsmail Gaspar'ning boshlatgan dilda ishda fikrda birlik harakati rivojlanib bu Sharq Turkistonning sirtidagi qarindoshlarda bo'lib Toshkent, Qozon, shu rayonlarda bir milliy uyg'unish hareketi başlangan bir vaqt edi. Şunun ta'siri ostida bo'lgan bizning ba'zi münevver şahslarımız ve münevver vatansever ticaretçilerimiz bu G'arb dünyasida bo'layotgan o'zgarishlarni, taraqqiyotlarni ko'rib, bizning vatanimizda shu mustamlikaga qarshi xalqni uyg'otish kerak ekan. Buning uchun xalqning yaxshi bir ma'rif orqali tarbiyalab, azod qilish uchun bu oldi bilan xalqdagi nodonlikni, qaloqlikni tugutish kerak ekan degan ideyani ba'zi alimlerimiz, bazı vatanperver Musa Bayıp'a o'xshash savdogarlarimiz bu ideyani bizning vatanga elib kirgini başlagan vaqt. Şu vaqtlarda bu nima bizningki 1885 yili İkisaq degan yerda tunji shu Hüseyniye Mektebi kurulup yeniçi ma'rif sistemini karşı şu zamanı mas halda ma'rifni terakki kılış arkalık milletin uyg'otish hareketi başlangan. Şu vaqtlarda Türkiye'den bazı o'qituvchilarni teklif qilib ekilib bu Musa Bayıp'la şu yerda bizninki şu xalqimizning şu içinden çıkan şu Mehmet Ali Tevfik'dek onundan burunqi şu G'arbiy Turkistonda jedidchilik hareketining ta'siriga uchragan va undan cho'nqur ilhom elib, vatanda bir oqartish hareketi, bir islohot hareketini tashviq qilgan Abduqodir Damollam, Hoji Qutlug' Shavkiga o'xshash odamlarninki tunji milliy bilinchni og'a yeri bo'ldi-da Hüseyniye Mektebi. Keyin andin bu Hüseyniye Mektebida yetishgan bir qism münevver adamlarimiz başta atışının bazı yerlerde mektep açtı. Şu jarayonda bu balalık vaxtida bu Mehmet Ali Tevfik o'zi shu maktablarda o'qigan, qisqa bir vaqt o'qigan, keyin shu vaqtdagi mustabid hokimiyat va buning bilan ishbirligi qilgan vatan sotquchi xoinlarninki ziyonkashligi bilan bu mektep takılıp kalıdı bir mezgil. Hatta Türkiye'den kelgan bazı münevver insanlarını qaytırıyordu. Şu jarayonda Memtil Efendim'nin o yaş güdek kalbiga bu ot tutaşkanda vatan ishqi, vatan aşkı tutaşkan ve bu terakki qilish uchun mevcudiyat
ma'rifətimizni saqlab qilish uchun, dünya millatları qatarida o'rin elish uchun biz aldı bilan şu ma'rifni bir islohot elib berishimiz kerakkan, xalqni uyg'otish uchun ma'rifni cho'qim taraqqiy qildirish kerakkan deb mushu harakat nima qilgan. Chunki Mehmet Ali Manju hokimiyati ag'dirilgandan keyinmi bizning vatanda shu Manjular vaqtida bizning vatanni eg'ir zulm bilan eksploatatsiya qilib boshqarayotgan yanzingshingdek mustabid hokimiyatlar borchu. Bularning asos siyosati bizning xalqimizni qarang'ulikda va jaholatda qoldirish ve muşarkılık başkuruş siyaseti kılıvatkan vakti. Mehmet Ali Efendi başının karşı harekette boğan şu inkılabı ustazlarımızda münevver adamlarımızın iddiasından küçük vaktidilam şunundan ilham ağam bir vatanperverdi. Keyin bu mektepler takılıp ketkendiğin keyin Mehmet Ali Efendim'ninki dadısı yani 1914 yılı şu Mehmet Ali Efendim'ninki taze aşıyor, yaxşı yaşıyor nime vaxtlarda juş urup duruyotgan mında bir kızgın vaxtlarda bu mustabid hakimiyet bilen maslaşkan hayırlarının yüzünden bu adam keyin dadısı bu adamdan ensirep bu balıstan bunu şu böğürtala Olca, Çörçek müştereplerge seferge ep gidiyordu. Kıskaça hem de Mehmet Ali Tevfik'ninki balılık vakti, yani şunda bir tarihi şerait aslında dünya gelip şu yaş güdek vakti da vatan millet işkıda köygen bir balıydı. Keyin anonninken muş asasta keyin bunun Türkiye'ye gelip okup özünü yetildirip yani keyin vatanda milli müstakillik hareketlerine aktif katnaşkan bir şahsiyet. Yani kıskaça hem de Mehmet Ali Tevfik'nin zamanında Şarkı Türkistan'ın vaziyeti mana şunda ahval idi. Kıskaça hazırcha şuncha reklep turayım. Rahmet. İkinci sual Rayla Hanım Mehmet Ali Tevfik kim, onun aile nesebi ve onun balalık ve yaş mezgildeki hayat hakkında bir kısa söz yaparsınız. Rahmet. Ben Mehmet Ali Efendi'ni tanıştırıştım burun. Mehmet Ali Efendi qatarlıq Uyg'urlarning milliy ma'rifi, erkinligi uchun o'zining hayotini bag'ishlagan barliq şehitlerimizni hurmat bilan xotirlayman va ularga bugun Mehmet Ali Efendi'nin qatl qilinganligining 88-yillik munosabati bilan ruhi şad bo'lsin, yotgan yeri jannatda bo'lsin deb yaxshi tilaklarimni bildiraman. Endi Mehmet Ali Efendi'nin hayotga qaraydigan bo'lsak, hech narsa tasoddifiy emas. Mehmet Ali Efendim ailesida hem dadisi tarafidan hem onasi tarafidan nihoyat o'qimishliq, vatansuvar, fidokor, ashundoq ota-bobolarning avlodi. Bu voqealarni kichigidan boshlab anglab, ota-onalardan, urug'-tuqqanlardan cho'ng bo'lg'achqa u yuragidagi yolqinliq vatan söygüsü ashundoq yetishgan. Bunga qaraydigan bo'lsak, Mehmet Ali Efendi'nin hayotida qaraydigan bo'lsak, 1901-yili Atuşning Bo'yamat kentida To'xtaji ismli bir tabib ailesida dunyoga kelgan deb ko'ramiz materiallarda. Bu To'xtaji kim degan vaqtda To'xtaji dadisi tabib Mehmet Ali ismli bir kishining bolasi aslida. Bu Mehmet Ali ismli dadisi 1867-yili Yaqup Bey Bedavlatga askar bo'lib, urushda o'lib ketgan. 32 yoshda. O'lib ketgandan keyin Mehmet Ali Efendi yetim qolgandan keyin Mehmet Ali Efendining dadasi To'xtaji yetim qolgandan keyin cho'ng dadasi Mo'lla G'ujilaq To'xtajini ordidagi amchiga tiyublikni o'rganishga berdi. Endi bu Mo'lla G'ujilaq kim degan vaqtda Mo'lla G'ujilaq shu vaqtlarda Qashqarda nihoyat dongliq bo'lgan bir kishi. Ayoli Xalicha xonimi Atuşning Og'u yezisidan bir xonim. Bu Mo'lla G'ujilaq Mehmet Ali Efendi'ning büyük bovusu oldu hem de çoğun dadısının dadısı. 20 yaş vaqtlarda 1830 yılları
Qashqarning bosh amaldori Zuhuriddin Hekimbekning huzurida hukumat xizmatida bo'lgan bir kishi. 31-yili 1831-yili. Qashqarning mashhur o'liması Mulla Sodiq Alamaxonim o'zi ativalab saqlab kelgan Masnevi Sherif ismli kitobni bizning ulug' olimimiz Qashqarli Mahmudning maziriga vaqf qilgan vaqtda shohid bo'lib bir necha kishi imzo qo'ydi. Bulardan birisi shoir Abdurahim Nizari, yana birisi Turdush Axun G'eribi, Nuruz Axun Ziyoyi ve Sultan Satuq Buğraxan tezkirəsinin avtori Turdi Şeyx Axunum, onundakin Opalның begi Zeydin Qurulbegi ve yana bir guvaçı Molla Qo'jalaq. Yani aşı vaqtda 20 necha yoshlik vaqtlarda tunulgan hürmetki sazavar bir kishi Qashqarda. Oğlu Memtili urushda şehit bo'lgandan keyin To'xtajini tevib qilib yetishtirdi. Keyin To'xtaji to'ygan vaqtda Fatima xonim Memtli apanning onasi bo'ldi hamdi. Bu Fatima xonimning inisi Tasha xonum. Tasha xonummu shu O'rta Osiyoda tijorat qilib, nihoyatda bilimlik ham iqtisod ahvoli yaxshi bo'lgan bir kishi. Bu Tasha xonum maktab qurdi. Shu zamonaviy jadid maktabi degan maktablarimizdan birini qurdi va shu jarayonda To'xtaji bilan tunishib, To'xtaji undan keyin bu Tasha xonumning hadisiga ko'ngli tushib, bular ashunday to'y qildi. Endi bu Molla Qo'jalaq büyük dadisi qanday bo'ldi deganda 1877-yili 13-oyning 25-kuni 67 yoshida Çin sulalisi işgal qilib bizning vatanimizni o'ch elish siyosati yurgizgan vaqtda bu Molla Qo'jalaqni, chunki o'g'limi shu nimada shehid bo'lgan, Yaqub Beyning askari bo'lib urushda shehid bo'lgan, o'zimi nihoyatda bilimlik, ma'rifatni yaxshi ko'radigan va xalqning ichida hurmati bor bir odam bo'lg'achqa Molla Qo'jalaqni 67 yosh vaqtida Çin sulalisi dog'i esib sazoyi qilib Qashqarda ashunday o'ltirgan. Mushu oildan kelgan Memtli apandi ikki balaning kichigi akisi Nizomiddin bor. Dadasi shuning uchun bu kichik o'g'liga shu shehid dadasini xotirlash munosabati bilan Memtli deb ism qo'ygan. Başlangıç məktəb tərbiyəsini özünün məhəlləsində alğan. 1914-yili Türkiyədən bağlan oxutqucu Əhməd Kamalның sınıfında oxugan. Əhməd Kamal 1914-yil berib oxutqucu yetiştiriş sınıfı açıb Qashqarda. Keyin arada turmağa kirib chiqib, necha qatam kirib chiqib 3-4 qatimdak. Musa baylar shu Qashqardagi 100 obro'li kishilar kepil bo'lib chiqib, oxiri endi bu Qashqarda maktab ochqizmay, turmudimi tutanmay, Shanxayga borib, Shanxayda turmuga selib, andan keyin u yerda bir 6 yildak turib, turmada. Keyin Turkiyaga qaytib kelgan. Qaytib kelgandan keyin kitob yozib, bu ahvollarni biraqor yo'ritib berdi bizga. Memtli apandi shu kishining sinfida o'qigan. O'qituvchi yetishtirish sinfida. Keyin 1920-yili dadasi bilan birga Cho'chak, Bo'rtala, G'ulja qatorliq joylarga berib, Murat apandi bilan tunishdi tatar ziyoli. Murat apandi ham diniy olim, ham zamonaviy bilimlarda dars bergan o'qituvchi, Uyg'ur ma'rif tarixida muhim o'rinda turadigan. Bu jarayonlar Memtli apandining ideyasining ko'z qarashining va keyingi emgaklarining shakllanishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Rahmat, ko'p rahmat. Rayla xonlar yaxshi tushuntirib berdingiz. Memtli tadqiqotidagi oil jamiyatidan tortib ta Cho'chak qadar bo'lgan
temalarnikini. Yani bir sual hem de sizde dediniz mental tepkilerden keyif vaqtida radistan bilan cho'chak kirib Murat Epa bilan kurashgan deb. Endi shu mezgildagi cho'chak shu mental tadqiqot kitoblarini o'qigan vaqtimiz bor. Shu cho'chak demak nurg'un maktablar bor ekan. Tatarning donliq siyosiysi shu Murat Efendi'mle endi Uyg'urlarniki shu mezgildagi ilm ahllariga ko'p darslar bergan, qon adam yetishtirgan adam ekan bu. Bu mezgildagi cho'chakning ahvollari qandaqda siyosiy ahvollari varis ma'lum. Bu vaqtda biz azroq tushuncha olasiz. Endi bu vaqtlarda Mehmet Ali Efendi ama o bizning yangi ma'rif bilan o'qitish ishlarini elib borgan maktablar shu yerlik munofiqlar bilan shu ba'zi mutassiblarninki qarshi chiqishi, chiqimchilik qilishi bilan taqalgandan keyin bu adam bu Mehmet Ali Efendi vaqtidagi tozalik nim vaqti, o'smirlik vaqti bu ba'zi she'rlarni yozib, ba'zi nimalarni qig'in tug'anda dadisi ansirab shu Ashirmal tarafga ketgan. Bu vaqtda bizning vatanning shimoli bo'labmi shu G'o'lja, Bo'rtaloq, Cho'chak, Altay mush taraflarda ma'vo aqartish harakatlari tozalik rivojlanayotgan vaqt. Ham bu vaqtlarda G'arbiy Turkistondan kelgan ba'zi munavvar kishilar Sharq Turkistonda shu jadidchilik harakatini rivojlantirish uchun bu yerga o'qituvchi bo'lib kelgan, andan keyin bu yerda har xil faoliyatlarni olib borgan. Bularning bu yerdagi kelishidagi nimasi shu. Bu ruslar bu nimani Turkiston, G'arbiy Turkistonni mustamlika qilib olgandan keyin ularni qattiq bostirish siyosati olib boradi-ku. Bular shu tatar ziyolilarga keyin shu O'zbekistondagi, Qozog'istondagi shu munavvar Turkistonning birligini Türk birligini himoya qiladigan ruslarning ruslashtirish ve assimilasiya qilish siyosatiga qarshi tug'anlar shu munavvar kishilar. Shunga bularga bo'lgan besim ortgandan keyin shu vaqtlarda bular shu bizning shimolga ko'plab kelib, aşağıdaki vatanparvar savdogarlar ochgan, masalan Musa Boyiblar atishtirlam echib qolmay, shu shimoldimi, G'o'ljudimi ochdi-ku bu maktabni. Undan keyin vatanning har qaysi taraflarida bundaq açkan şu vaqtlarda bu yerga kelib bizning vatandagi shu uyg'unish harakatiga nima qilgan, yo'l ko'rsatgan, yetakchilik qilgan, hatto bizning vatandagi munavvar kishilar bilan birlashib turib, mishada bir turk xalqlarininki mustaqilligi va ruslarning assimilasiya qilish siyosatiga qarshi mishadagi xalqlarni yaxshi yetaklab, tarbiyalab, birlikda Rus ishg'olchilariga va Xitoy mustamlikchilariga qarshi turish degan bir ideya bilan mushaga kelgan. Bular G'o'lja tarafda, Cho'chak tarafda xeyli bati bo'lar. Ya'niki bu rayonlar bizning shu G'arbiy Turkiston bilan chegaralanadigan yerlarimizda bu bizningki. Shunga oyadan mushaga kelib, shunda faoliyatlarni elib berayotgan ahvolasida Mehmet Ali Efendi o'zi shu balalik vaqtidan tortib biz Mehmet Ali Efendi deydi vatanda. Mehmet Ali Tevfik degan unvonni Rayla hocam deydi aqchan Turkiyada yaxshi she'rlarni vatanni ko'ylaydigan, vatanning mustaqilligini yaqinlaydigan to'g'ri bir yo'lda ekanligini bilib Tevfik degan unvonni laqabni bergan ekan. Endi bu Mehmet Ali Efendi shu kichik vaqtidan she'rlarni yozib, hatto o'zimi qattiq muzikaga qiziqadigan, chiroyli soz chaladigan shunday bir adamchi Mehmet Ali her tarafdan o'zini yetishtirgan. Shunga bu boshda hamda bu adamni bir dadisi shu bir satrachga shogirdlik qilib berdi. O'zing bilasizlar, satrachxon degan ammiy o'rinlarning birisi, biri oshxona, biri satrachxona bundayalar. Bu yerda ko'p kelib ketadiganlar bo'ladi. Shu jarayonda shu ba'zi ziyolilar shu yerga kelib nima qilganda Mehmet Ali Efendi bilan tanishib nima qilgan, anan keyin bu Murat Efendi o'zim shu tatar
münəvvərlərdən İsmail Gasparalı'nın ideyası bilen özünü kurallandığan milliyetçi, vatanperver adamlar. Şunu bu Memtili Efendi'deki bu Üzülüp kaldım. Tor üzülüp kaldı mı qandaq? Telefon kelip kalkışıyor, telefon kelip kalkıp müstakap kaldık kelip çok. Biz devam kılamdık. Unda olsa boyunca bizden dim kılaylık. Hem sizden sorulan sual Memtli tepki darısıyla çöçek verip şu çağda çöçek köp tarafındaki malumatlık dini zat marifat için yüzünü atagan Tatar ziyalisi Murat Efendi'den görüşüdü. Murat Efendim bu cesaret yiğitke mikri çıkıp kalıdı. Hem onu terbiyeleydi. Murat Efendi'nin terbiyesi Memtli tepkinin ruhu dünyası küçük tesir gösterdi. Bizde Murat Efendim hakkında köp malumat yok. Murat Efendim hakkında kısaca bir düşünce berseniz. Şundaq Murat Efendim hakkında köp malumat yok. Murat Efendim kaçan kelgen, bizning vatanga keyin oqibati nim bo'lgan. Bu vaqtda men bir material ko'mdim. Faqat shuni deyish mumkin. Shu vaqtida abiyam varis molimi deb o'tdi. G'arbiy Turkistondagi Sovetlar Birligining qurilishi, milliyetçi, milliy tuyg'ulari kuchli bo'lgan kishilarning u yerda turishining qiyin bo'lishi qatorliq sabablarmi bor. Onun için bizning vatandan bizning vatanga shu o'qituvchilarni taklif qilish nimasimi bor, arzusimi bor. Tijorat bilan bog'lanlar ko'proq o'qituvchilarni taklif qilib kelganka, shu jarayonda nihoyat ko'p tatar ziyoli kelgan bizning vatanga. Uyg'ur milliy ma'rifining taraqqiyotida shu tatar ziyolilarning muhim bir roli bor deb aytishga bo'ldi. Murat Efendi hakkında aniq bir ma'lumot yo'q. Nurg'un kishilar haqida aniq ma'lumot yo'q bizda. Saqlanib qolganlari nihoyat oz Memtli Efendiga o'xshash. Hatto Memtli Efendimi 37-yil qatl qilindi. 81-yildan keyin andin bizning vatanda matbuotlarda o'rin olishga boshladi. 40 yildan keyin. Saqlanib bu she'rlar qanday saqlanib qolgan, hayoti qanday saqlanib qolgan, bir qizi, 1,5 yoshda qolgan qizi bilan, undan keyin o'quvchilari bilan, ularningki yodlab olgan she'rlar bilan ashundoq davom qilgan. Shuningga yeziqlik materiallarning saqlanishi bizda nihoyat qiyin. Har xil harakatlarda ko'ydirilib, yo'q qilingancha bu vaqtda mening aniq ma'lumotim yo'q. Sonra bu burnaş vatanlik torbatla uçuq mezgilda shu nimada azcha bir suhbatlim bo'lganda açıq nimada bo'ladi. Shu mezgilda menda bir yozgan nimada o'sha Murat Efendim haqida tafsil uchurli yo'q-da. Shunga buni bir so'rab bakalım sirq dunyoda nima bo'lgan azroq uchurli bormikan deb Maxsus izlanish kerak endi. Murat Efendi. Variska anladınız mı? Hamda anlavatım. Ma bir telefon kelip üzüvetti bunu. Telefon kelip kalsa üzüp bitip kaldı ekan. Nasıl hazır bu nimadan telefon üzüp ketgan bo'lgan ekan. Raila xonimdan shu Murat Efendi haqida azroq savollarni so'radim. Zaten Murat Efendi kim o? Murat Efendimni nima haqida bilasiz deb. Tafsili bir uchurlar yo'q-da, jiq nimalarnikida. Siz tarixiy ahvoli azroq tushuncha berdingiz. Raila xonimi o'zing bildigan nuqtasida Murat Efendimniki kimga azroq to'xtaldi. Bu nuqtada sizning qo'shimcha qildigan nimangiz bor Murat Efendimniki? Ham nima uchun shu mezgilda Murat Efendi O'rta Osiyoda shu mezgil Tatariston nima qilgan İsmail Gasparli zamonida hamda yangicha ma'rifniki nima shu qadar jo'shib rivojlanib qolmoqda Murat Efendi nima uchun cho'chaklik keladi? Murat Efendi zodi kim o? Buniki bir mushaqqat sizning biladigan nimangiz bor, azroq bir to'liqlam bergan bo'lsangiz rahmat. Şimdi Murat Efendi şu Tatar ziyalilerden Tataristan'da şu İsmail Gasparalı'nınki işte fikirde dildi birlik nimesiga avaz qo'shgan
özü her taraflarını şu yeniçe ideya bilen, yeniçe mağarip bilen özünü tarakki kıldığın bir adam. Bulanınki bu hareketi asli Ruslanınki Türkistan'ı istila kılgandan keyin ilminiski degan bir adam başı bu aşılarını aşağıdaki Türklerini kandak kılıp asimile kılış, kandak kılıp bulanı Hristiyanlaştırış, Hristiyanlaştırış, şu arka kanda yokutuşunun nezriyesini oturup koygan adam şu bu. Şunun karşı İsmail Gasparalı bu dilde işte fikirli birlikini oturup çıkarıp biz bundak bulanın nimisiga karşı biz özümüzni qoğdumsak bolmaydı. Bunu özümüzni qoğdaş için biz Türkler, barlıq Türkler, Türk dünyanın her qaysı yerindeki Türkler birleşişimiz gerek. Birlikte hareket kılışımız gerek. İşte tilde fikirde bir bolmasak biz bu Rus imperiyasınınki nimisiga aylanıp gitimiz, kurban olup gitimiz degan ideya var bulada. Şunun için bu Garbi Türkistan'da mı muşunda münevver adamlar bilen bular hemkarlaşıp bu faaliyetini elip bağın. Hem bizden Şarkı Türkistan'a gelişimi, Şarkı Türkistan'da yana Murat Efendi'nin okşaş, yana Gülendam Hanım okşaş, muş mağarip işler bilen şoğullangan yana nurgun adamlar var. Ondan keyin bu bizden Şarkı Türkistan ezelden muşu Türk medeniyetinin beşigi bolgan bir yerde bu yerde münevver insanlar köp çıkıdı. Yani ki Şarkı Türkistan ne Türklerin umumi hareketini birleştiriş gayesi bolgaçka bulada. Şunu bizden Şarkı Türkistan'ı köplep kelgen ve şu yerde münevver insanlarla uçuruşup ahir bu hareketini birlikte elip bağın. Çünkü Şarkı Türkistan bolmay turup Garbi Türkistan'ı kutulduruş mümkün emas. Şunu Şarkı Türkistan bilen Garbi Türkistan'daki hareketini yani bütün dünya Türkleri birleşip maslaşıp hareket kılış gerek diyen ideya bilen kelgen adamlar bu. Ama bu adamlar doğruluk bizning vatanda bazı azroq ma'lumotlarmi bor. Bularninki nimisini bizning bazı qo'l yozmalarda bazı ma'rif tarixi bilan munosabatlik cho'chak ma'rif tarixi, ilm ma'rif tarixi degandek endi har rayonlarninki tazkirlari bor. Shu tazkirlarda bulardan azroq bulardan ma'lumot bergan materiallar bor. Lekin buning ba'zi nimalarni qasdan yo'qitib etgan, ularni tarafda yo'q qilib etgan ama G'arbiy Turkistondagi arxivlarda bularga ait ba'zi ma'lumotlar bor ekan. Buning to'g'riliq hamda o'qib yetilishi, tarbiyalanishi, tafsiliy ahvol tushundigan narsa ko'p emas, Rayla muallim degandek, ama asosiy G'arbiy Turkistondagi shu tatar ziyolilarning ishidan chiqib, bizning vatan kelib, shu aqartish harakatiga qatnashgan muhim shaxslardan biri deb shunchalik tushunsak bo'ladi. Rahmat. Kendi 1926 yıl hem Mevlüt Tepkipendim çöçektim turanmay. Olam kulağını kesip ama ha? Çöçektim turanmay kimse Tataristan'a çıkıdığım bir tarihleri var da. Muştama Rayla Hanım hem de böyle Mevlüt Tepkipendim çöçek kege vaxtıda Murat Efendi'nin terbiyelişinde çöçekim xeyli bir iştahını kıldı. Şunuz azırak toxtupken neyim için çöçekten ayrılıp Tataristan'a çıktı. Bu şekilde bizde kaldırınızı ortaklaşsınız. Rahmet. Mevlüt Efendim çöçek kelip bu yerde ziyaliler bilen fikirleşip, şiirlerini yazıp, şuna bir ahvallar buatkan vakitte Kaşgar'da Abdülkadir Damollam katli kılındı üyde. Bu 1924 yılga to'g'ri keldi. Bu ahval nimani ko'rsatdi deganda Abdülkadir Damollam Uyg'urlarning ichida tunilgan, hem dinda, hem fanda yetishgan, nurg'un dars kitoblarini yozgan, xalq tarafidan suyulgan va hurmatlangan bir odam. Mushundaq bir ziyolining qatl qilinalishi vaziyatning jiddiyligini ko'rsatdi. Shuning uchun Mevlüt Efendi u yerda Abdülkadir Damollamga bag'ishlab she'r yozdi. Okudu açtı degan she'rni yozdi 1924 yılı ve bu she'rni cho'ng xatli qilib qog'ozga yezib tomga choplaydi. Bu she'r ko'p taqildi xalqning ichida. Taqalgandan keyin Mevlüt Efendimi taqib qilinishga boshlaydi. Shuning bilan dadisi andin ansirab vaziyat jiddiylashayotdi. Mevlüt Efendining aslilamkin o'qish, yaxshi o'qish, o'rlab o'qish qizg'inligi bor. Aşnaq bo'lgandan keyin andin undaq bo'lsa chet elga chiqib
o'qigan deb shu chet elga olib chiqib ketadi ekan. Boshda Qrim orlig'iga, nimaga, Sovetlar ittifoqiga. Boshda Sovetlar ittifoqiga bordi ekan, Shamaydan Toshkentga berib, o'sha bir universitetda 1,5 yilda o'qiydi ekan. Endi vaziyatga qaragan vaqtimizda vaziyatning taqozosi deyishga bo'ldi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, o'sha vaqtda yuqori ma'lumotli ziyolilarning hammasi shu G'arbiy Turkistonda o'qigan. Eng yaqin bo'lgan hamda Abduqodir Damollamlar Misrda o'qigan ekan va boshqa davlatlarda o'qiganlarmi bor, ammo eng yaqin rayon shu G'arbiy Turkiston bo'lg'achqa, ham u chog'da chegirlardan chiqish ishlarimi unchalik qiyin emas, rahat chiqib kiralaydi. Shuningga G'arbiy Turkistonga bordi. Rahmat. Endi Murat apaning samimiy adadorchiligi bilan Mamti Tevfik apandan 1926-yil chegirdan chiqib ketdi. Yot ellarga sarsarlik, sargardonlik shundan boshlandi. Mamti Tevfik nimasi chiqib O'rta Osiyoda, ya'ni G'arbiy Turkistonga keldi. Shu mezgildagi hamda varisga G'arbiy Turkistonniki shu Mamti apani kelgan chiqqan G'arbiy ahvollar qanday edi? Mushaqir azroq bir tushuncha va shu G'arbiy Turkiston ahvollari. Bu Mehmet Ali Tevfik'ninki, Mehmet Ali Efendi'ninki şu bayam Raila muallim aytqandek bu Abduqodir Damollam bizninki şu Şarkı Türkistan'da ki çoğun alim, mutafekkür, şair, aynı zamanda şu Yeniçi Mağarip'nin bayraktarı olan kişi öldürülgenden keyin Mehmet Ali Efendi nayet qattiq g'azablandı, ko'ngli yerim buldu, o'qidi, açtı degan beri şiirini yazıp bu şiiri nayet ta'sir paydo qiladi shu shimol tarafdami. Shuning bilan bu odamning hayotiga xavf yetish ehtimoli bor deb, shuning bilan ba'zi ma'lumotlarda shu o'qidi, açtı degan şiirini yazgandan keyin Abduqodir Damollam shahid qilingan 24dan keyin şu şirketken bunun aşağıdakiler yardım kılıp bunun derhal bu yerden başka G'arbiy Turkiston ketish kerak deb şunu yolga sep bo'lgan degan materiallar var. Şunun bu G'arbiy Turkistonga borgan vaqtda bularmi Toshkentda bu G'arbiy Turkistonningki Almaty bo'lsin, hozirgi shu O'sh Qirg'iziston mushtarablarda, Toshkent mushtarablarda jeditchilik harakati munoati kuchlik elib berilayotgan vaqtda bularmi bu Toshkent shu Ruslar istilo qilgandan keyin şu Çarlık Rossiya qurgan Turkiston viloyatining poytaxti ham shu yerda Türkler bu o'zini qutqizish uchun mush yangi ma'rifni targ'ib qilish orqali jadidchilik harakatini nima qilib yaxshi yetildirib xalqni mush o'zimizni mustaqil bo'lishninki o'r yashashning sharti ma'rif islohot elib berib o'zimizni yanglash G'arb taraqqiy qildi, boshqalarmi, Ruslarmi o'zi shu ilg'or qurollarni ishlatib bizga qarshi ustun keldi. Shuning uchun biz bularni yengib chiqish uchun shularga qarshi bizda bir kuch bo'lish kerak. Bu kuch bilimdan keladi, bilim kuch degan bir narsa bor. Shundan keldi. Shunga biz bu ko'nichi ma'rif usulni o'zgartirishimiz kerak. Deb şu hareketler bo'layotgan vaqt, shu vaqtda Sovet ittifoqi bilsa 1917-yildagi Bolshevik ihtilolidan keyin bu Çarlık Rossiyasininki ishg'ol qilgan yerini Sovet ittifoqi boshqarishga boshlaydi-da. Sovet ittifoqi bularni boshda Türklarni, Türkistonliklarni o'zanglarning nimasini o'zanglar boshqurusizlar degan ba'zi va'dalarni bergan turg'liq keyin uni ijro qilmagan. Shuning bilan bu yerdagi Turkistondagi bir qism harakatlarni xuddi Sharliq Rossiyasidek bostirish tez davom qilayotgan vaqtda bu. Shuning bilan bu vaqtda Mehmet Ali Tevfik borgan vaqtida shu bizning vatandanmi ba'zi
adamlarni chiqib shu vaqtida shu Toshkentda Sovet Ittifoqininki maktablarda ochgan maktablarda tarbiyalayotgan vaqtganda bu qarasa bu yerdagi adamlarni yanilam shu u yerda bostirish harakati bor milliy mustaqillikni targ'ib qiladigan yangi ma'rif orqali o'zini o'ngshashni o'zini qudrat topqizishni xohlaydigan insonlarga cheklamalar borda andan keyin shu ruslar ochgan maktablarda kommunist idea bilan Leninizmning ta'siri ostida maktablarni ochib aşağıdaki yenilikçi milletçi adamlarga qarshi shu millatning ichidanmi bir qism adamlarni tarbiyalayotganini biladi ko'rdi-chu bu odam ko'rib bu yana mustaqil bir nimadan mustaqil bir fikrda taraqqiy qilishning imkonsizligini ko'rdi. Yani aşağıdamı Ruslarninki Türkçilerge qarshi açqanmı şu yana şu bir qism sovetparast insonlarni ko'rib oxiraniki bu yaningmi o'zi uchun toza bexatar emasligini his qiladi. Keyin aşağıda aniki bu adam shu Qardengiz tarafdan shu Ukraina taraflardan shu bir beliqchi kimlar bilan tanishib bir Türk beliqchi Kemal Siba adamlar bilan shu Turkiyaga berib shu yerda o'zini tarbiyalash, yetishtirish orzusi borligini deydi. Bir mezgil shu yerlarda shu fursatni kutib andan keyin Turkiyaga yetib keldi. Endi bu sen bayan so'rgan G'arbiy Turkistonda Mehmet Ali Tevfik chiqqan vaqtdagi ahvol u yerdami shu Rus istilosiga Sovetlarninki mustamlik siyosatiga qarshi harakat elib berilayotgan bunun qarshi Ruslarni ularni qattiq rahimsizlarcha bostirayotgan bir ahvol. Endi shu vaqtlarda Ruslar shu Turklarning ichidan chiqqan mayli Sharq Turkistonliklar bo'lsin, mayli G'arbiy Turkistonliklar bo'lsin, bu shu Sovet ittifoqini yaqinlaydigan shularga xizmat qiladigan adamlarni tanlab turib yetildiga ishim borchu. Masalan, Mehmet Ali Tevfikning tuqquni bo'lgan Seyfiddin Azizmi asli bular urug' tuqqan. Qarasang mana bir nimadan kelgan bo'lsa-mu, birisi vatan millat uchun o'zini shahid qilgan, umrini atagan bir qahramonimiz va Uyg'ur yangicha ma'rifining bayroqdori, yana birisi oxirida shu vatanni satgan degan nomni olgan Seyfiddin Aziz. Shuni ba'zi qarindoshlarimiz böyle jutlarni tillaydigan ishlar varken menimcha bu to'g'ri emas. Saviyasizlik bu. Atishlik anda, g'olchilik manda, qashqarlik anda. Buni degan adamlar bizning ittifoqligimizga ta'sir etadi. Mana shu Mehmet Ali Tevfikdek, Abduqodir Damollamdek, Sobit Damollamdek vatan millat uchun o'limini ko'zga elib o'lish pahasiga inqilob qilgan adamlar shu vaqtdagi nimada jannat o'tirib qolgan adamlarmi yana shu yurtlardan chiqqan, G'o'ljidanmi chiqqan, Aqsudanmi chiqqan, shunga mana Uyg'urlarning to'rda bir tutashchilikka bir nima bo'lmaganligi hammasi balki yurtliqni ham hedef elib yurtparastlik asli Xitoyning bizda targ'ib qilgan bir nimasi-chu. Yurtparast bo'lsa milliy birlikka ta'sir etadi-chu. U qashqarlik, bu otishlik, bu g'o'ljilik, u anda oqchi ko'kchi. Hamma yurtda yaxshi odamlar bor, yomon odamlar bor. Ama bunu bir yurtdagi xalqlarni nishon qilib nima qilish yo bir qarqusaqlik yo bo'lmasa qarniyatlik. Buning xalqimiz uzoq tursin. Ya'ni men gapni u yerga apamay demakchi o'g'lim shu vaqtlarda shu Seyfiddinga o'xshash shu vaqtda 300 dak odamni vatandan akilib shu sotsialistik nima bilan shu sovet parast insonlarni yetishtirayotgan nimani ko'rdi ekan bu odam. Ko'rib bu yerda men mustaqil Sharq Turkistonning hurriyati uchun o'zim arzu qilgan nimaga bu yerdan bir to'sqinlik bor ekan deb oxiri shunga Turkiyaga ketgan. Uni keyin yana deyishamiz. Ahvol shu. Rahmat. Rayla xonim, endi sizni so'rasam, Mehmet Tevfik'inde Qrim kelganimizda O'rta Osiyo to'g'rimasiga Qrimda qancha vaqt o'tdi, nima ishlarni qildi? Mushaqqat bildiganlaringizni o'zar o'rtoqlashsangiz. Rahmat. Nerede? G'arbiy Turkistondami? Turkistonda Mehmet Tevfik'inde. G'arbiy Turkistonda shu 1,5 yil bir maktabda Sharq universiteti degan universitetda o'qiganligi haqida uchurlar bor. Endi bu Mehmet apandining hayoti bilan munosabatlik eng ko'p tadqiqotni Yalqin Ro'zi qildi vatanda. Boshda Mirahmat Seyit bilan boshladi. Mirahmat Seyit Mehmet apandining ham o'quvchisi ham biqib olgan
balası ekan. 81-yili Mirahmat Seyit 40 şiirini e'lon qilgandan keyin asta-asta matbuotlarda ko'rilishga boshladi. 97-yili shu resim ekrandagi Mamtli Apandi degan kitobni Yalqin Ro'zi mas'ul bo'lib, Mirahmat Seyitning va boshqalarning manbalaridan foydalanib yozib chiqqandan keyin hamma odamning xabari bo'ldi endi. Chunki Mamtli Apandining kasbdoshlari nurg'un kishilar shu vaqtda yetishgan kishilar bek oz, keyingi yillargacha yaşaganlar bek az. Yezilgan, besilgan materiallarning ko'plarining yo'qolib ketganligini bilamiz. Shuningga bizning bildiganlarimiz shu Yalqin Ro'zining tadqiqotiga asoslandi endi. Yalqin Ro'zining tadqiqotiga qaraganda shu 1,5 yilda o'qib varis ma'lum degandek u yerdagi ideologiya Mamtli Apandiga toza to'g'ri kelmagandan keyin shuning bilan bu yer bo'lmaydi ekan deb Turkiyaga ketish niyatiga kelib Turkiyaga ketgan ekan. She'rlarga qaraydigan bo'lsak, Sut uyqular degan she'rda o'zining vatandan qanday ayrilganligi yoki nemishga ayrilganligi haqida bizga aniq ma'lumot berdi. Yiroqlarga safar etdim, millatning shodligini istab, riyozatga berib bardosh, ma'rifat nurini ko'zlab. O'qish maqsadi bor va oxirgi maqsadi xalqini xushallikqa erishtirish. Seg'inish degan she'rda bu Turkiyadagi vaqti 30-yili qaldi el yurt, qaldi tarim, qaldi ili zarabshan, ushbu vatan g'amida ko'nglim mening parishon. Nega borsam kamsitish, vatansiz deb sanaldim, tutqun bo'lib har joyda turmalarga qamaldim. Mushu she'rga qaraganda hem G'arbiy Turkistonda hem Turkiyada nihoyatda qiyin kunlarni o'tkazganligini taxmin faraz qilishga bo'ldi. Hamda Turkiyada bir maktabda xizmatchi bo'lib ishlab, derizdan qarab, darslarga nihoyatda eshikdan marab degandek shundoq herismanlik bilan darslarni o'qishni, o'rganishni xohlaganligini farq etib maktabning rahbarlari so'zlashib, uningga o'quvchi qilib qabul qilgan degan ma'lumotlar bor Yalqin Ro'zining tadqiqotida. Shuning qaraganda nihoyatda eg'ir kunlarni o'tkazgan, ya'ni bu she'rning mazmuniga qaraganda. Keyin u maktabni tugatib, o'qituvchi yetishtirish maktabi deb yoziliq 1 yil xizmat qildi ekan o'qituvchi bo'lib. Bu jarayonda nurg'un she'rlarni yozgan, faoliyatlarda naqshlarni o'qigan, Uyg'urcha naqshlarni degan ma'lumotlar bor. Tunilgan, nurg'un do'stlari bo'lgan, keyin vatanga qaytgan vaqtidami 33-yili o'zining yanida yana bir necha turk do'stlarini ilib borganligi haqida ma'lumotlar bor. Rahmat. Endi Mamtli Apandim Türkiye kelgan shu mezgillarda Turkiyaniki siyosiy ahvollar qanday edi varis ma'lum? Mamtli Apandim Turkiye kelgan vaqtida hamda Turkiya Cumhuriyeti şu yangi qurilib, nima qilgan vaqt, chunki Turkiya Cumhuriyeti qurilgan vaqtida bu Sovet ittifoqi bilan tuzgan bir kelishim borchu, Moskva anlaşması deb qo'yamiz biz. 1925-yili. Chunki Turkiya Osmanlı devleti parçalangandan keyin g'arbda va sharqda Ruslar, shimol tarafda va sharqda Ruslar Osmanlı tuproqlarga hujum qildi. Janub tarafda nimalar Yunanlar, Fransuzlar, sharqi janub Kahramanmaraş tarafda İtalyanlar, g'arbda bu İstanbul tarafda İngilizlar hujum qilib, har tarafdan qo'rshaganda bu Osmanlıni bir Munqarz anlaşmasıga majburlaydi-chu. Bu anlaşmada hamda buningga qarshi chiqqan, biz bu anlaşma bizning sharafimizga uygun emas, bu bizga yomon oqibat olib keladi deb Sarvi anlaşması degan bir anlaşmani qabul qilmaydi bu Osmanlıdagi milliyetçi vatanparvarlarcha. Shuning bilan bular hamdan Osmanlı shu vaqtida
Gazi Mustafa Kemal'ninki 1919 yılı Samsun'a kelişi bilen Anadolu'da bir azatlık uruşunu elip barıdı. Şunun şu jarayanda hem de bu tazı nimi kıvatqa vaqta Çarlık Rusiyası yimirilip ornuğa Sovet İttifakı kurulga vaqta ama Sovet İttifakı mı Çarlık Rusiyasınınki mirasıga varislik kılganda bula. Müstemlik kıvaga yerlerge. Şunun bilen bu Türkiye, Gazi Mustafa Kemal hem garip bilen hem şarıktaki Rus tecavüzü hemmisi bir besip kirgendiyken bu bir akıl işletip bu adam bu Sovet İttifakı bilen bir toxtam tuzudu. Toxtam tüzüp özera saldırmaslık ananınken Türkiye'ninki nimisiga bazı Gazi Mustafa Kemal mı biz mi aşı bolşeviklerge okşaş bir devrim kılıp biz mi halkınınki beraber yaşaydıgan bir sistem kurumuz dep Lenin bilen alaqlaşkanda şunda bir vədini bəgen digen gepler bolmasa ulamı hem taraftan hücum kılgandaki Cumhuriyetini kuruş xatar bo'lib qolmasin deb şunu nima bilan o vaqtida şu Sovet İttifakı bilan bunda bir to'xtam tuzgan. Bularmi biz buni 1925 yildagi Moskva anlaşması deymiz. Bu anlaşmada Sovet İttifakı bir şart qo'ygan. Sizlar bu Cumhuriyetning ismini Türkiye qo'ydinglar. Ama bizning besib olgan yerlarimizdagilar bizni Türk deydi. Onun için o rayonlarga sizlar hamda arlaşmaysılar. Fakat Üzanlı'nın nimi kıygan Cumhuriyetinin sınırlı içerisinde hareket kılsılar. Ama o garip taraf nimede Türkistan tarafta bizden Türkler ayadikilerge kıygan siyasetimizge arlaşmaysılar diye vədenimi alıdiken çö bula. Ağandan ki mesela bu nimi kıldı desen İngilizler mi bu Sovet İttifakı'nın ki Türkiye arkalı garipke yeyilip kirişinin aldığını eleştiriyor hem Türklerini keyin ahiri kollaşkı mecbur buldu. Lozan Anlaşması azatlık uruş elip berilgandan keyin ahiri bu Türkiye Cumhuriyeti'nin şu Lozan kelişimi bilen kabul kılıdı bütün dünya. Şunun da hem de bu şeyde bir tampon bir devlet bulup Türkiye Cumhuriyeti kurulganda Sovet İttifakı ile münde bir anlaşma kıptı. Kim bu Sovet İttifakı anınki o Lenin bulap mı kisel bulap hakimiyet işleri de bek pasif algı çıkkende Stalin anındaki bu şarkı Türkistan'daki Türkistan Respublikasını özgertip yani parçalap etnik gruplarga parçalı öte siyasetini icra kıldı ço. Hazır şu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan diye isimler keyin aşı Stalin'nin vaxtida nem kılgan. Şununga karşı Ruslar bunu basmıçılar deydi. Ameliyatda ular milli müstakillikçiler. Rus işgalıga karşı olan güçler bular. Şula bununla karşı naati ciddi hareketlerini elip barıdı. Ama Türkiye yeni kurulgaçka bir müstemlikeden çıkıp yeni kurulgaçka hem de bu Sovet İttifakı'nın ki Türkistan'daki siyasetdeki barlışıp bulanmaydı. Hatta 1931 yılı İsmet İnönü Moskova'ya berişten aval yani bir 32. yılı bir Moskova anlaşması var. Türk ocaklarıdaki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelini atkan o Türk ocaklarının etkisi yutudu. Kapatı yutudu, iti yutudu. Şunda vakti Türkçülük Türkiye'de mi çeklengen, kısıtlangan vakti o. Şunun için Memtili Efendim'ninki şu Türkiye'de mi bazı Sovet İttifakı'nın tesiri astıda boğan ya ki şu komünizm ideyasının tesiri astıda boğan bazı sol kesim tarafından çetki kılganlığı malum. Ama Türkiye'de yani teşkilatı mahsusa diyen bir kuruluş var. Osmanlı vakti kurulgan bir istihbarat kuruluşu. Ama bula Sovyetlerin Türkiye'ye nüfuz kılışı karşı. Bula milliyetçi adamlar. Bula Osmanlı halifeliğini tekrar tirildirmez deyip hatta bunu Şarkı Türkistan'da aşında bir Abdülhamid'in nevresini aşağı opurup bu şu nim kılımız diyen niyet mi bakende bulada. Şu vaklarda şu Mehmet Ali Tevfik Şarkı Türkistan'daki adamlarını himaye kılıp ulağa Türkiye'de bazı
imkonlarni yaratgan, ama devletning siyosati bo'lsa, men bayam degan sabablar tufaylidan Sovet ittifoqining tahdidi ve baskıları sebebinden ochiq oshkora Sharq Turkistondagi harakatga va Türkiye tuproqlarida Sharq Turkistonning mustaqilligini targ'ib qiladigan, uni yoqalaydigan odamlarga belki yo'l ochib bergan. Faqat xalqning qo'llashi bilan, xalqning himoya qilishi bilan Mamtilla apandi bu yerda bir mezgil ishlab tunilib bir maktabga kirib o'qib, keyin u yerdan o'qituvchi bo'lib, shu bir o'tir boshlang'ich maktabda ishlayotgan vaqtida bizning Sharq Turkistonda Qumulda partilgan milliy inqilob qisqa vaqtning ichida har tarafga yayilganda Mamtilla apandi bu g'urbatdagi, ya'ni bu yerdagi bir bayam Raila ma'lum o'digo, masalan, hamma yerda xorlandik, hamma yerda nima qildik deb, shuning bilan bu vatan asartida bu odam ashaga men qaytaman deb vatanga qaytgan. Vatanga qaytish yili shu 32 yillarning keyin oxirlari deydi hamda materiallarda. Mao Mamtilla apandi to'g'riliq bir qancha tarixiy materiallar bor. Bayam Raila ma'lum degandek Yalqi Ro'zi tahrirlab nim qilgan Mamtilla apandi degan bir asar ma'ni bayonmaliqi e'londim ko'rgan shu asar. Uningdan burun boshqa yana Mamtilla apandi haqida ba'zi qo'lyozma materiallar bor. Men mana Mao hazır biraz uzun iken bu öz vaqtida shu vatandagi vaqtimda yozgan bir maqolam turdi. Uyg'urcha. Ma'rifatparvar inqilobchi Mamtilla apandi deb bir maqola yozib ekanman men. Hazır sen bu Mamtilla apandi to'g'riliq bir nim qilayli desang, arxivdan ag'tirib qolsam bu maqolam chiqib qoldi qulamga. Bu yerda ma kitoblarda o'xshamaydigan yana ba'zi yaxshi materiallarni ishlatib ekanman, buni hamda bir nashr qilay dedim, bir maqola qilib. Yani demakchi o'g'lim hamda Mamtilla apandi kelgan vaqtdagi Turkiyaning ahvoli, siyosiy ahvoli ashunda. Hatto ba'zi materiallar, gazetlarni ko'rdim men. Shu vaqtlarda Sharq Turkistonda Cumhuriyet qurilibdi degan Turkiya Tashqi ishlar ministrligi uni tabriklab, uningga tabrikni evatibdi degan ba'zi xabarlar chiqsa, shu vaqtdagi Tashqi ishlar ministrligining yo'q, bu yolg'on, biz o Sharq Turkistondagi Cumhuriyetni biz tonimaymiz, tabriklimidik degan bayonotlari qo'lam uchib qoldi shu gazetlarda. Yani demakchi o'g'lim, hozir o'xshash shu vaqtidami u yerda bir mustaqil bir davlatning qurilishini hukumat aktiv bir shaklda qo'llamagan ekan. Yani bir tangpung siyosat. Çünkü onu qo'llaydi desa, uni yo'lab bo'g'ida kuchi yo'q. Bo'lmaganiga Mamtilla Tevfik bu ishlarni ko'rgan, o'z ko'zi bilan mo'lcharlagandan keyin yani kelib o'zimiz Uyg'urlar o'zimiz qutqazmasak boshqalardan çok medet kutishning kebek nimasi yo'q ekan degan, ama bunun Mamtilla apandining Turkiyadagi millatchilardan ve vatanparvar qarindoshlardan ta'sirlangan ve ular bilan o'rtaq qilgan ishlarim bor. Ve ular Mamtilla apandi men qaytaman, biz vatanga xizmat qiladigan vaqt keldi endi deb shu do'stlari deganda, shu do'stlarning ichida barabar kelib Mamtilla apandi bilan mo'rni mo'rga terib inqilobchilik bor. Hozirmi Turkiyada bunday vatansuyarlar bor, yo'q emas. Lekin nemish qildi bu Cumhuriyetning tarixida bizning vatanda mayli 33-yildagi bo'lsin, mayli 44-yil qurilgan Cumhuriyet olsun, uni ochiqdan ochiq qo'llagan bir harakat yo'q ekanda, davlat olarak, hukumat olarak. Yani Türkiye'deki ahval kısqacha şu. Rahmet. Abetin ki Rayla Hanım'a okup edildi ama bir şiirini nimeniki memleket Türkiye'deki bana sığınış diyen şiirini. Hazır okup etsek bana takriben yani 100 yıldan ki 80 yıldan ki yani okşaşta evveli Türkiye'de Uygurlarına da şu dakika hem de. Tabii azık bir gün geldi, bir gün Türkiye'deki Uygurlar yana vatan remeli kömülde perişan, neye olsa kemisteş. Dimsek bu ehvallı neymi de, müşterisi yoksa göz oldum geçti. Anne bu memleket hep kapadım, yaşayan mezgilde de, Türkiye kelgen mezgilde de hem de, kıskı mezgil tuğdu. Aş vaxtım Uygurlar bağımıtı Türkiye'lerde. Memleket hep kapadım, qaysi mektep okugan, qaysi mektep işleyen, muş vaxtı inik bir məlumatlar var mı? Bu vaqtda men doktora dissertasiyamni yozgan vaqtimda rasmiy hujjat chiqarib bizning maktabning ijtimoiy fanlar institutidan Milliy ma'rif ministrligiga, Istanbul müdürlügiga shu hujjat bilan berib men xil izlab baqdim, lekin topolmadim.
ular bana yardım qilishni, arxivlarni açishni xalamidimi yoki men buni topamadım, o'qimadim ish qilib şu vaqtlarda 1930-yillarda o'qituvchi yetishtiradigan maktab deb bilinadigan bir necha maktab bor ekan. O maktablarga bordim. Bizning arxivlarimiz kuyib ketgan deganlar bo'ldi. Arxivlarni biz saqlamagan deganlar bo'ldi. Agar aşağıda o'quvchi bo'lgan bo'lsa, o'quvchilik arxivi. Undan keyin bir maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan bo'lsa, Milliy ma'rif idorasida uning nimasi bo'lishi kerak, arxiv bo'lishi kerak. Qachon ishga tushdi, qaysi maktabga ishga tushdi. O arxivlarga men hech qanday qilib erishamadim. Shuning bilan mening tadqiqotim aslimkin mamlakanning hayotini tuntish, ammo ko'proq til tadqiqoti bo'lgandan keyin men yana shu til tadqiqot ishiga ko'proq vaqt ayirdim. Bir necha hafta maktablarga berib, ko'rishib, o men borsam balkim ko'rsatmasligi mumkin deb shu rasmiy hujjatni elib berib shunaqa qildim, lekin topolmadim uni. Oshmazgilar Uyg'urlar yashagan bo'lganida shu mamlakat tadqiqotlarning nimasida yo mushaq qilib bir yozma va anglagan nimalarni bor. Uyg'urlar bor, Uyg'urlar 1800-yillarda kelgan Uyg'urlarmi bor. Varis ma'lum belki texim yaxshi bildi. Xo'sh, varis. Bu ma bir bayam sen dedin şu vaqtlardimi Mamtil apandi kelgan vaqtlardimi shunda kamsitish, bunda chetga qiqish bo'ptikan. Hozirgi o'xshash degan bir gapni qilib qolding sen. Buning men bir jumla bilan e'tiqlim beray. Turkiya qara, bir imperatorlikdan suzilib qurilgan bir jumhuriyat. Buning ichida Ermenisi var, Cherkezi var, haqiqiy turki va buzilib ketgan turki va o'xshamagan ko'z qarashda o'xshamagan ideologiyada odamlar ekan. Ammo Sharqiy Turkistonlik turklarni bizning haqiqiy qarindishimiz. Bular biz shulardan kelgan, bizning mush Türkiye'de Türk bulab kelişimiz, müşahinin Türk medeniyeti, Türk tilide kelişide Uygurlarının rolü çoğun deydiğen alimlarmı, ziyaliler yani siyasetçiler mi var. Hem de bu yerde Uygurlarını manda nemi kılıdığanlar bu Türkiye'de her xil ideologiyadaki adamlı boğandaki mesela solçu, manda adamlım baken, materyalist, sosyalist ideyaya tesirge uçurap, miyade Uygurlarını silah Xitaylardan bölünüp çıkıp silah Xitaylar bilen bizning münasibetimizni tesir yetkizib etsinler deydiğen manda qara cahillarım baken de bir yerde. Biz o toprakta ezelden beri yaşap gelgen senin aş Cumhurbaşkanlığındaki 16 Türk devletinin tüt şu bizning toprakta kurulgan. Biz u yerde bir Xitayda ağırlıp çıkıp müstakil olumuz diyen yemez. Biz müstakil bir devlettik. Bizning devletimiz 49. yılı Stalin'in yardım verişi bilen bizning kolumuzdan tatip elindi. Hakikaten de mi bulandı. Biz inkılap kılıp Şarkı Türkistan'ın ki Cumhuriyetini ilan kılıp 5 yıl Şarkı Türkistan'ın şimalda müstakil yaşadı. Biz bir Xitay'nın bir parçası emestik. Bizning tuprağımız bulan talan kılıngan müthemlerce, şerefsizlerce besivelingan bir toprak bu. Bizning meselemiz o vatanimizning kutkuzuş hareketi. Nereden kötürep çıksa karı cahil dep neçisinin yüzüge tükegen men. Yani demek şu yoğunun munda qaraydiganlığımı var ama hakiki bizni düşünüdiganlığımı var. Onun için böyle ki Türkiye'de bunda mı qarqısak, bunda yaman niyetlik digini bulmaydı. Yaxşı adamlar köp. Bizge okşaş oylaydiganlar köp. Bulanın himayiste, bulanın nimiste Mamtil efendimi şulardan yardam algan. Bizge mi yol köstü, bizni qarindişimizde bağrı baskan yani müşahede yeli mi var? Ama bu siyaset degen bir kirlik bir nesken bu. Yüzsüz adamlar siyaset kıldığa okşaydı o dünyada. Bular aş özünün menfaatini dep aşındak bazı işlerde halk bilen halkını düşmanlaştırıp koyduğun ahvallar bunu diken hemde. Lekin Türkiye Cumhuriyeti, bütün Türklerinin vatini doğru degen aşı Tuncu Cumhuriyet kurulganda değilgen bir ifade baken de
Bizim şu Türk halklarının bir oğlanı ki bu. Hem de sen bayan degendek sual kelsek Şarkı Türkistan'da Uygurlar nime Türkiye'de şu vaklarda bağımlı diyeyim. Baken Şarkı Türkistan'da aş birinci Mancu istilasından keyin küçep geldi baken Yakup keyinki Bey'nin evlatlarımız var. Yakup Bey'nin devleti besivelingandan keyin u şu vakti kelgelli baken hatta Yakup Bey'nin elçileri müşahedeki vakti vatan munqarz olganlık hep qagallı baken bularning evlatları baken anandan keyin bu mesela burun bir Türkiye'de bir general vater Mehmet Rıza Bekin degan bir adam bater. O adam şu Xotan'da 9 yaş vaqtida Atatürk'nün vaqtida kelip müşahede harbiy maktabda o'qib yetilgan adam ki. Şu vaqtlarda Uygurlar ba yok emas. Hem bu Uygurlar hem de keyin mavilikka Türkiye'nin siyasetinde vatan bilen boğan münasebet üzülüp qalgandan keyin bular haliqi bir işki nesilden keyin münasebet üzülüp ketgandan keyin haliqi aloqalashamagan de. Mesela ben Türkiye'de bir nurgun yerde bir işki paranlaşgandan keyin mesela mening çoğun dadam Uygur de Xotan'dan keptiken, mening çoğun dadam Turpan'dan keptiken, mening çoğun dadam Kaşgar'dan keptiken, Atüş'ten keptiken de boy alaka kılanmam sizler desem alaka ata-analarımız kılışkı tirişti keyin yol itilip gitip hakiki beriş keliş mana hazır Xitayla yolumuzun tosip ettik men 8 yılına yağı. Aşında boğanda biz alaqılışanmay imkılanmadık. Yani birisi biz ulağı alaqılaşsak ulanın hayat xavip düşkenligi üçün Allah'ın bexatarligi ta'sir etganligi üçün biz ularni hamda izleyenmi geçke keyinki nesiller balları bulab biz hamda münasebetini kılanmadık ama ailemizin tarihinde bu badige adamlarını nurgun kördüm ben. Yani demek ki oğlum şu vaxtlarda Türkümler Türkiye'ye kelgenler baken. Yani bir neyse ben bir nimede şu bir akıfkıla bir neçe adam bir aileden müştü Türkiye'ye okuş yaptı. 20. Cumhuriyet kurulup uzun ötmey. Bula Türkiye'de müştü Gazi Eğitim Enstitüsü de bizden Gazi Üniversitesi'nin aşağı okuttu bula. Okup naati yukarı neticeli kattı adamlar boptu bula. Hizmetlerini kıptı. Şunla ben bir okuguçumga sen muşu Şark Cumhuriyetinin tuncu yıllarda Şark Türkistan'dan kelip Türkiye'de okugan Uygurlar toğırlık bir makale yaz, bir tez yazda bedim ben bununla. Bir neçe gezitlerde şu Şark Türkistanlıkның resim bakende bir Akufkının resim bake. Muşunundan yolga çıkıp eğitim enstitüsünün arşivine kirepsen aş işlerini bir nimqel dep bununla şu makalını bedim ben bir balığa. Bunun bölümde birinci olgan balite sen kılsan kılalaysa şunu bir izde arxivladi desem bu bir mezgil nim qilib ahiri meni kirgizmedi u arşivga kirgizmedi deydi keyin andın onun qayliqi xet chiqirib bersekmi o bazı nima deb u arxivni öz vaqtida yo'q qilib o'tganmi ulashanmadi men bularni topolmadim. Ben bunun bir tez çıkaranmaydı okşayma degandiki endi men onun başka tezni bergendim. Yani demekçi oğlum bayam Raila Ma'allim aytgandek şu vaqtlardaki şu Sevitning baskısı bilen Türkiye'de şu heli eğer bir nimeler boptiken şunga bula avazını çıkaranmaptiken vatan bilen alaqalışanmaptiken şunun bilen bula unutulup gitiptiken. Yani şunu bu Türkiye'deki Uygurlar fakat özden bilse 50. yıllarda İsa Yusuf alıp tekin Memtemin Buğralar bir keldi. Keyin 60. yıllarda bir kelgeller oldu. Keyin 80. yıllarda keldi Türkümler, 90. yıllarda keldi dep bunda kelip hazır manıma 2009'dan keyin bir keldi. Hel köpeydi. Yani Uygurlar bir yerde davamlı tarihten beri kep tuğanken. Hem kelgen vaqtida men de şu Cumhuriyetning ahvoli anda bo'lgandan mesela hazır mı? Özün bilse 2009 yılı bizning Ürümçi katliam bo'lgan vaqtida şu vaqtida hozirgi Cumhurbaşkanlığı bir gap qilib aşınanga bir xalqimizga bir egi chiqqan. Esingda bor. Ama uningdan keyin qandaq bo'ldi? Mana 2017'den keyinki bu eg'ir
zulüm siyasetinde Türkiye hükümeti hiçbir şekilde Uygurluğa toğırlık mındak igi çıkıdığan bir Taşkı İşler Ministerliğinin 2019 yılı bir ilan kıygan bir bayanatı var. Uygurluğa insanlık dışı muamel kıvatısılar degen bu bizde bağı. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı mı bir karar çıkargan. Onundaki Abdurrahim öldü degen bir haber çıkıp şu vakta şu haber dinki yıldan Türkiye Taşkı İşler Ministerliği Xitayni qattiq tanqid qilib bir bayanat e'lon qilgan. Şu bayanatdan başka hükümetinin Uygurlarda nim buladıdı bu kamplar kanda mesele degende fakat bazı yerel televizyonlardan başka manda çoğ televizyonlarda gün tertip kemmede hükümetlermi bu nimede bir Uygurlarni rahatlatadigan bir narsa etishga aciz kaldı. Hazır emde mana korkunçluk tarafi Xitay şirketleri, Xitay malları, Xitay telefonları, Xitay maşineleri hazır Türkiye'de türkümlep setilip türkümlep hazır Xitayning malının nimisi uçurap gitti Türkiye şu. Ben hayran kalıyorum yani bu özü işlep çıkarıp özü satsı bolmamdı bula. Nime için bu Xitayning bazarı olup buludu degen suallarını biz mi soraqlık? Hem bu devletlerin ahvalı yaşındayken asla bolsa Türkiye özünün küçünü özünün iktisadını yaxşılap Xitayga qarşı manda bir nemi qıysı bulat da Uygurlarga ilgi çıkıp ama maalesef her yıldan yılga bu Xitayning ağır bir iqtisadi besim astına kirip kaldı hemde. Nägisi bardı bunu bilmeymiz. Ama Xitay hazır Türkiye'de hele iqtisadi jihatda yatırımlarını kıvatıdı, Türkiye'deki madenlerini işletivatıdı, kallarını işletivatıdı, mallarını setivatıdı. Hazır anlasam bu Xitayning Huawei, Xiaomi, Redmi degen telefonları Türk halkı da %50'den eşipti işletivatkanlar. Oylap baka bu çoğun bir nimede bu. Muşunda ahval aslında hem de öz vaxtida muşunun aldığını almagandan keyin Xitaydan hazır bir yılda 40 milyarlık mal alıdı eken bular. Jıkken hazır yıldan yılga Xitay bular köp mal satıdı ama bularning Xitayga satkan meli neredeyse bek az. Yani her cihetten muşunda bir Xitay melinin istilasıga uçurap kelyaptı. Biz bu noktada bu miskendeymeyiz oyu ama maalesef afsuski bu bağan sır Xitay bular bir yol bir belvağdan keyin texmi bu yerda nima qilyapti-da. Bu Xitoy bizmi deymiz hamda Xitoylar bu yerga sizlarga yordam qilamiz deb kelmaydi. Şu bizning vatanda qilayotgan ishlarda ham sizlarning og'zinglarni yumdirish uchun bilgi qalqan degandek uzoqdikini do'st qilib, yaqindikini yo'q qilish degan siyosatni uyg'ulayotdi amaliyotda. Amaliyotda aşağıdaki Uygurlarning ish tugisa navbat boshqaligimi keladi. Bu qanda bu gap bu deb bizmi ba'zi deymiz. Ama işte ahval muşu hamda yani şu vaqtlarda hamda bir kelgan Uyg'ur ne? Bazı hükümetler bazı vaqtlarda bir kengchilik qilib qilganlar bor ekan, bazı vaqtlarda ularga qiyinchiliklar tug'ildirgan vaqtlar bor ekan. Masalan, men kelgan vaqt 95-yili hele o vaqtida milliyetçilik mi baken, Türkiye İşçiler Partisi, milliyetçiler mi hele siyasette tesiri var vaxtıyken, şu vaqtlarda bazı milliyetçiler mi bakan boğa vaqtlar boğan. Hem şu vaqtlarda biraz biz Uygur Türkiye ise Uygurlarga mekteplerde okutup, ularga burs berip, manda qilgan işler batı. Keyin o mu qayıp kaldı. Onu mu beğenmediğim oldu. Hatta Uygurlarning Uygurcha ismini mi yazmay, Xitayning yazgan pasportlik ismini deb ajında qilganlar ishlar olib ketdi. Biz öz vaqtida vatanda ishlaydigan vaqtimizda biz shu vaqtida hukumatda ishlagandiki millat va din ishlarida Uygurlarning ismini latin alifbasi bilan to'liq ifodaligini buludu. Abdurrahim G'ani deb yazg'ini buludu. Bunu sizlar nimishqa buni abudiraymu rahimu deb bunu chet eldagilar bu hech tushunmaydi ekan va bizni bu kamsitdiki bunda ishni qilmay latin alfabesi bilan Uyg'urchasini yazsaq deb taklif qilsak Xitoylar uni qilgan vaqtda. Hozir 2002-yildan keyin mana shunda yozib yankaga Uyg'urlarning pasporti qarsang nimaga iqomatiga sat ismlar yoziqliq masalan. Rahmat. Rahmat. Nasıl köpten köp rahmat temaga kireylik. Azraq mazmuni yig'ilsin.
Hatta Rayla Hanım kısıkça Türk memleket kapandımniki Kırım'dan Türkiye'ye kelgen vaqtdagi o'qish, shu yerda maktab ishlash nimalarini ozroq bir qisqa so'zlab o'tdi. Keyinsi memleket qapandim vatanni bo'layotgan yangiliklardan bularni qumulda boshlangan G'o'jniyoz hojim rahbarligidagi qo'zg'olonniki Sharqiy Turkistonning janub qismi kengashidan bu xabarlar Turkiyaning har qaysi gazet jurnallarida e'lon qilgan ekan, buni xabar deb turgan yurki vatanniki hurligi uchun kuchlanayotgan mamlakat qapandim vatanga qaytish irodasi qaytin kuchli vatan qayt ekanda. Mush mezgillardan vatan qaytishgan mezgillarda mamlakat qapandim. O'zi yolg'iz qaytganmi yo ozroq bir tashqi yordamni qilib qolsa, ma'lum odamlar va shaxsan birga qaytganlar nimalar bormi? Bu haqida bir Rayla xonim ozroq bir tushuncha bersangiz. Rahmat. Abim Varis ma'lum deb o'tdi. Bir necha turk shundoq milliy tuyg'ulari kuchli bo'lgan do'stlar bilan birga qaytgan ekan. Qaytib qolgandan keyin o chaqda Sayfinazi Tuquni Ürümçide ishlaydigan vaqtiga kotibkan hukumatda. Sayfinazining yoniga berib, "Juring biz atishga ketaylik, atishga berib maktab quramiz" deydigan. Shu birga kelgan kishilarmi bor, hammamiz birga berib, mo'rini mo'ritirib ishlaymiz deb. Sayfinazi ma'qul deb mamlakat bilan birga bordi ekan atishga. Bu vaqtda hamda mamlakatning qaytgan vaqtini shu 1933 bo'lgani to'g'ri deb o'ylayman. Men balkim buni o'quvchilarga o'rgatgan she'rlardan men shu xulosa keldim. Turkiya Cumhuriyeti 1923-yil qurilgan. 33-yili 10-yil marshi deb bir marsh o'qilibdi ekan. O marshni mamlakatda Turkiyada o'rgangan bo'lish kerak. Borgandan keyin o'quvchilarga shu marshni o'rgatib ekan o'quvchilarga. Buni mamlakatning 4-qara o'quvchilaridan bireylar keyin chet elga chiqqan vaqtida shu mamlakatda o'tgan naqshlar deb xotir daftarga yoziqlik ekan. Shu vaqtdagi elifba bilan hozirgi bizning ishlatgan yoziqdan biroz murakkabroq 1930-yillardagi shu elifba bilan yozgan she'rlarga ulashgandim men. Onunda bor ekan. Ondan keyin turklarning yozgan ba'zi she'rlari naqsh qilib o'qilgan. Ularni o'rgatib ekan bizning vatanda. Shunga qaraganda shu 33-yili borgani to'g'ri bo'lsa kerak. Rahmat. Yo'q, birga borgan odamlarning nimasi bor, ismlari yo'qda bir yozma nimalarda. O shu Yalqın Roz'ninki kitobida bor endi o kishilarning ismlari Tursun apandim, Majiddin apandim degandek ismlar bor. Deganimdek men Turkiyada bu uchurlarga erishamadim. Ahmad Kamalning kitobidami o kishilar to'g'riliq ko'p ma'lumot yo'q. Uyg'urlar haqida gaplar bor. Turkiyadan kelgan kishilar deb birlarining ismlari yo'q. Chunki Ahmad Kamal borgan vaqtda 1914 o o'z yolg'iz borgan hamda. Uni hajga kelgan Bovdunbay oilasidan talab qilib bizga bir o'qituvchi lozim deb shu Ahmad Kamalni beribdi ekan. Mamlakatga qaytgan vaqtda Ahmad Kamal Turkiyaga kelib bo'lgan vaqtda. Ular Turkiyada uchrashdimi, birga fikrlashdimi, bu vaqtdimi hech qanday narsa yo'q. Ko'rishmagan o'xshaydi. Agar ko'rishgan bo'lsa, balkim Ahmad Kamal kitobida buni yozadi. O 62-yil tugab ketibdi. Kitobi 51 qo'dayma 51-yil Istanbulda e'lon qilinibdi. Shanxay xotiralari, Chin Turkiston xotiralari deb. O kitobda mamlakatdan hech qanday so'z ochmaydi. Rahmat, ana buni so'rab qo'yish maqsad hamda shu 1997-yil Yalqın Roz'niki yozgan mamlakat degan kitobni o'qishdan keyin ana haqiqiy mamlakatning kim ekanligi chiqib shuni yoq mamlakatning haqidagi she'rlar, keyin asarlar e'lon qilinib, mamlakatni ulug'lash, mamlakatni haqida izlanish, mamlakatni ideyasi tadqiq qilish bir umumyuzlik bir to'lqinga aylanib ketdi-ku, shunday kelamda. O kitobni hamda vatan ichida Xitoy tajovuzchilarininki nashriyot nimasida chiqqan bo'lgandan keyin men o kitobda men yezilmay qolib qolgan ba'zi nuqtalar bo'lib qolib qolsam siz Turkiyada bo'lgandan keyin
Sertifikat kalmış noktadan bağımlılıkken de bildi kaldırıp sonra bakayım. Bu da epsus abiyetin varis mağalımı dedi. Siz dediniz her şeyle bana şu devrine yurt için xilcik tirişiptiken, lekin epsus hem materyal erişemepsizlerde hem de varisini şu. Demekçi şu devr yurt için şu yerdeki arxiv idarelere gelgen ya şu materyallarını teminlep turishdan üzün tatkan gap hem onun hakikatini bilmeymiz de hem de. Aşağıda bir sualdan birisi kep kaldı ekan da kıldık adamlarga. Bunu ayrım bir iş süptida qilish kerak hamda. Maxsus shuni izlab şu 30-yillardan 34 bo'lgan aralıqda bütün gazetlarni şu chaqda e'lon qilingan, besilgan gazet materiallarni bir ko'zdan kechirish kerak, arxivlarni izlash kerak, hamda onunğa ayrım bir ish süptida qilish kerak. Rahmat. Hem de varis muallim hem de memleket tepkipende vatan qaytib qolgan chaqlar ki vatanning siyosiy ahvollari, siyosiy vaziyat qandaq edi? Hem bu yerde bayan bir İstanbul'da nerede okugan boğayti, qaysı mektepken şu doğruluk bir nesi bağımı dep sorğantılar. Onun da menenki kögen materialda men bu nimede Yalqın Ruzi'nin kitabıdan aşı vatan işlewatqa vaqtımda 93-94 yazıp dikenmen men bu makalını. Manda bir nimene şu kögen materialını, şu Karadeniz arkalık aşı 2024 yıllarının ahırında Türkiye gelip İstanbul'daki bir muallim yetiştiriş kursuga, bir mektebige kirip şu yerde aldıda tazlıkçı olap kiripti keyin derizlerden ders anlap bu bek ötkür akıllık balılığını bunu fark edip keyin bunu mektep gelip şu mektebin a'la netice bilen putküzüp keyin aşağıda okutukçu bolgan degen bir narsani şu vaqt kögenme. Keyin bunun vatangi keliş doğruluk. Bu yerde aile muallimi dedi menin kögen materialladımı mao Yalqın Ruzi'ninki materiallarda onundan burun vatanda Memtile Efendi doğruluk elip berilgan tadqiqatlarda ma yıllarda 1-2 yılda bir fark var. Men kögen materiallarda Memtile Efendi 31 yılda Komuldaki inkılap partilap kısa vakitinin içinde bu Turpanga, Toqsun, Kucha, şu arkalıkta vatanın janubida Xoten'den Qashqarga munda bir taza her taraftan inkılap partilap nemqiga vaqtida Memtile Efendi şu 2032 yılı qaytqan degan bir narsani men şu vaqtda o'qigandim. Şu qaytqandan keyin bu hareket evet Memtile Efendi baga vaqtida hem de şu nimeninki jin sho'runninki hakimiyeti ahirki yıllarda hem de çünkü Şinse onu keyin bir suiqasd bilan öldürülüp keyin bu Şinse çıkıdı o taxtga. Şinse çıkıştın hem de avval şu inqilablar hem de tazelik her tarafki tutaşqa vaqtkanda tutaşqandan keyin bu adam o'zi Türkiye'de o'qigan, jut ko'rgan, jahon ko'rgan, anandan keyin bu inqilabning fikri nimasi jihatda hamda yetakchilik qilish jihatda bu adamninki yozgan she'rlari, maqolalari bek ta'sir ko'rsatgan ekan. O'zinglar bilasizlar, Sharqi Turkiston milliy marshinin şu Mehmet Ali Efendining she'ri o. Yani hakikaten de şu vaqtlarda xalqimiz şu vatanning har qaysi taraflarda inqilab elib berish orqali vatanni asosan bu dushman kuchlardan tozalab oxiri Qashqarda şu Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati e'lon qilish bilan natijalangan. Lekin bu yerda Memtile Efendiga o'xshash vatanparvar haqiqiy o'zining shu butun borlig'ini mustaqillik atıgan adamlarning soni unchoq jiq emas. Yani birisi Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilgan vaqtida har xil kuchlar var. Bir tarafda Urumchidagi Shinse, bir tarafda Majunyin, yani bir tarafda G'ojiniyaz Hoji, yani bir tarafda Mamtimin Bug'ra bilan Sabit Damollamning nimasi derken yani ki bir taraftan Temur Sujang, Mahmud Muyti bular orasida ba'zi vatanda bütün kuchlarni ma Türkiye'de Kuvayi Milliye deydi. Anadolu'da mustamlikachilikka qarshi elib berilgan hareketlerinin hammasini Atatürk birleştirip bir nimaga aylantirdi-chu, bir orduga aylantirdi. Aşında bir hareket bo'lmadi bizda. Bo'lmagandan keyin bu yerda haqiqiy xolisona Memtile Tevfikdek vatanparvar odamlarning soni unchoq jiq emas. Andan keyin bu nimaga Sabit Damollamning keyin o'zi
küçlük bir devletçilik eni bilen yetilgen nurgun oğugan bir adam bu. Lekin bu adamның ahırda yalğız kalışı hatta Hoca Niyaz Hacı'nın Sovet işbiyonları arkalı Şıngıssay'nın yalgan vədilerine nim kılıp aldınıp Rus işbiyonlarının nimisi bilen keyin Şıngıssay'nın muavillığını kubul kılışı bunun bedelige sabit temallamını tutup birsen deyişe bu aşağıda bu müstakillik hareketini yakılaydıgan kişilerinki o kadar köp sandı emesligini gösterdi. Şunun için bulanın köp kısmı vahşilerçe katlı kılındı ama bu setilganlı mı mesela Hoca Niyaz Hacı'nın ama akıbeti yaxşı olmaydı. Lekin aşağıda demekçi oğlumuz Mehmet Ali Tevfik aşı Cumhuriyet'in istiklal marşını yazgan bir şair buluş süptü bilen şu hareketinin yetekçi ideyelerini nimkiga adamlar. Yani birisi Mehmet Ali Efendi keyin aşağıdaki vaxtıda bu Cumhuriyet keyin bastırıldı. Lekin Şınsey taxtga chiqqandan keyin bu Sovet İttifaqı bilen birleşip Sovet İttifaqının bazı şartlarını qabul qilib, şunun bilan Şınseyninki 1933'ten 36gacha 37gacha hatta davam qilgan bir ma'rif siyosati var. Bu Sovet İttifaqının nimisde bizning vatanda ve her qaysi joylarda Uyg'ur uyushmalari qurilib, biraz ma'rifda bir taraqqiy qilish biraz bo'ldi. Keyin anandan keyin qarshi bu xalq pek uyg'unib ketgandan keyin bunu bastırıyordu. 37 yıldan keyin Şınsey yani başka bir bastırış siyasetiga nim qildi. Bulapma Gomindanga yüzüne etip Stalin'den başı örgenden keyin bütün aşı vaxtki mekteplerini itip ziyalilarını türmü gelip hemmisini qamap aşında qiga vakit demekçi oğlum muşu vakitte bir 3-4 yılın içinde Mehmet Ali Efendi ve bunun sebdaşları ve Mehmet Ali Efendi'nin şagirdleri vatanның her qaysi joylarda mesela Atuş'ta 24 kentte mektep açılıp diken. Kaşgar'da açılıp diken, Aksu'da açılıp diken Bayam Rahila Məhəlləm dedi. Mehmet Ali Efendi'nin talipleri aşı etraftaki vilayetlerde mekteplerini açıp Uygur milli maarifinin hakikaten bayraktarlığını kıygan. Anandikin biz muallim yurtlarda mektep açımız diken bir marşımı var. Bu meşhur bu. Keyin anandikin bu Stalin'ninki karşı bu Uygurlar oygunup hakiki güçlönüp ketkendan keyin bunun çıdımay ahırandan keyin bu çeklim hareketi başlaydı. Şu vaqtda Stalin aslında Mahmud Muhiti degan adamni bilsizlar biraz akıllı adamken bu. Bu Şınsey'nin damıga düşmeydi, aldanmaydı bu. Şunun bilan ahiri Şınsey oynayma karşı her tarafını kuşatkandan keyin bu adam hem bomba dedi Mehmet Ali Efendi memlelik çoğun okugan vatanның içinde bir çoğun işlerini kıyga adam bolgandaki bunun ma'arif nimisini kengaytishida aş Mahmud Muhiti şu vaqtda şu janubning qo'mondoni bo'lgandiki şu qalqon bo'lib bergan degan gap borchu. Şunun nimisi bilan o qo'g'dab bergan Mehmet Ali Efendi bu ma'arif bayraktarligini yapgan ekan. Keyin oxiri bu Şınsey bu har xil ilmi fikr bilan Mahmud Muhitini qistigan vaqtida Mahmud Muhitiga adamlar deydi ekanda endi amal yo'q chiketmisan bo'lmaydi deganda bu adam Mehmet Ali Efendi'ni chaqirib efendim ahval muşundaq biz chikitib keyin chet elde bu vatanning nimisini qilib turaylik keyin kirib yani qilamiz hozir vaziyat munda bo'lib qoldi deganda bu adam chet elde uzun turup bir mezgil g'urbat hayatı deb qo'ydim va Turkiyada musafirchilik deymiz-ku biz Uyg'urlarda shu jarayonda nim qilganmi men bu xalq bilan nim bo'sh shuni ko'rma bo'ldi men mishada turma deb bu adam unamaydi ekan. Ölsem bu üzemnin tuprağıda öley, çetnimi köydüm kançirekligini. Yanılam üzemnin müşahede tuprağıda öley dep unutmagan diken Mahmud Muhiti ketido. Keyin şu Mehmet Ali Efendi'dek ziyalilar aşı vaqtida 300'den artık ziyalini türmü gelip şu Yavağı türmüsü de bu nimqib keyin aşı Mevlan degan bir adamның ismi edi. O şu vaqtlarda Ruslar terbiyelegan mankurtdek adamlar var çok. Qattiq rehim shafqat qilmaydigan vahshiy adamlarda bu. Bular anandaki işte nim qilib bu Mehmet Ali Efendi'dek adamlarni şu etib keyin ko'dirib etkanda hem bunun hem de facia bu bizning 300 dek ziyali
bu çoğun gapda şu vaqtdagi sharoitda. Agar shular bo'lgan bo'lsa, shular hayotda qolgan bo'lsa, menimcha 1944-yildagi Cumhuriyetimiz va shuni boshqarib ketaoladigan bir kadro rahbarlik qatlami shakllanadi deb qarayman men. Bu biz uchun nihoyat bir cho'ng yo'qotish bo'ldi. Hamda tarixda hamda ba'zi narsalarni biz tahlil qilganda acaba Mamtil apandimiz ketgan bo'lsa, shu odamlar bilan chet elda bular shu tayyorliklarni qilgan bo'lsa, vatanning nimasi uchun 44-yil inqilob partilganda takror kirgan bo'lsa, shu vaqtda shu vatan satqach siyosat bilmaydigan aldamchi haramzodalarni bir taraf qilib, haqiqiy vatanparvarlar yana sahnaga chiqib qolsa, shu jumuriyat yashab qolarmidiki degan ko'z qarashmi bor-ku bizda. Tarixchilar shundan tahlil qilamiz hamda. Shuning uchun ham bu bir talaysizlik bo'ldi. Bu odamlarning o'ltirilishi bir fojia. Mana hozir o'ylab baq, taxi 100 yilmi bo'lmadi. Mana hozirmi shu vatan, millat uchun, milliy kimligimiz uchun, vatanimiz Sharqi Turkistonning tarixiy, madaniyati uchun kuch qo'shgan ziyolilarimiz yana turmada. Yani shular azob chekyapti. Mushunda bir ahvol ostida hamda bu bizning uchun cho'ng yo'qotish. Bir millatni yo'qotish uchun biri ma'rifini yo'q qilsa, yana birisi shu millatni yetaklaydigan haqiqiy vatanparvar ziyolilarni yo'q qilsa. U qolganlari u malga o'xshaydigan gap. Oson ularni boshqarish. Shu bu bizning uchun bir cho'ng yo'qotish bo'ldi-da. Mamtil apandi vaqtida toz vatanning har qaysi joylarida inqilobning partilgan mustaqillik uchun insonlar shuar to'latgan bir ahvol ostida Mamtil apandi va uning sabdoshlari şu hareketninki ma'naviy kuchini, şu hareketning fikri asosini qurgan odamlar. Yani bu jihatdan da cho'ng tövbe qo'shgan Mamtil apandi. Cumhuriyet bastırılgandan keyinmi, Stalinninki qo'yniga o'zini etib, bir mezgil kengchilik qilishga majbur bo'lgan. Buni Xitoyning bizning vatanni boshqarish tarixiga qaraydigan bo'lsak, ba'zida shunda bir qo'yadigan vaqtlar bor-ku bularning. Qo'yib etib, anandan takrar qattiq bastırib qiladigan. Shu vaqtlarda Shinseyning Stalin bilan bo'lgan, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan munosabatida erkinlik, 6 siyosat degan 6 moddasi bor-ku, shularni ijro qilganda bizning Uyg'urlar shu vaqtdagi siyosatdan foydalanib o'zini o'ngishib olgandi. Buningda hamda Mamtil apandi shu harakatning, shu yangi ma'rifninki bayroqdori bo'lgan odam. Mamtil apandi o'zi hayotini biz 3 bosqichga bo'lamiz-ku. Birinchisi balalik vaqti va vatandagi ahvoli, ikkinchisi safardagi hijratdagi ahvoli va uchinchisi qaytib kelishdan 32 dan keyingi ahvoli o'limigacha. Buni mush 3 bosqichga bo'lib tadqiq qilgan vaqtimizda Mamtil apandi shu 1914-yilgacha shu aqar bizning jadid okullarda o'qib, shu nimada o'zini kuchlantirgan, shu asosni sağgan, qolganni anandan keyin Turkiyada uni texmi nim qilib o'qib yetildirib, keyin vatan inqilob bo'lganda shuningga kuch chiqargan odam. Bu yerda biz Mamtil apandininki shahid bo'lganligining 88-yillik munosabat bilan bu programmani qildik. Yaxshi bo'ldi. Rahmat va minnatlar yod ediyoruz. Bizning yanılmış Mamtil apandidek inqilobchilarga haqiqiy vatansuyar bulganmıgan qeni sap haqiqiy shundoq o'g'izgan avlodlarga ehtiyojimiz var. Bu odamlar hamda yuragi bilan, qalbi, hamma nimasi bilan vatanga o'zini atagan odamlar. Bundoq odamlarga o'xshash odamlar keyin bizda chiqmadi. Afsus ve çıqqanlımı öldürüldü yoki bo'lmasa chetga qaqildi. Men hozircha shunchalik. Rahmat. Ashna bunak savol bo'lyapti. Sizlar hammasi bu savollarga javoblar chiqib qoldi. Varis kam so'zlab qo'ldingiz. Rahmat. Men yana bir narsa qo'y, ana shu Mamtil apandimniki vatan qaytib borgan, otish ep borgan izchilar. Nemisi eng kuchli ta'sir qo'zg'agan, hatto shu mahalla ko'y, hatto Qashqarga berib qaytgan shu orliqlarda butun Uyg'urlarni bir hayajoni solgan başta bir nimaları var da. Muş izciler haqida bir azraq raylar xalqi Mamtil apandimga tadqiqot yapgan ki mush haqida azraq bir nimqan bo'lsa, nima sababdan Mamtil apandim Turkiyadan qaytib kelgandiki bu izchilar guruhini tashkillab, hatto ay bozorda qamoqliq so'qlaydigan, mushlar yangi qilganda ham bu adam anglagan vaqtda shunda bir hayajonlanamiz. Uniki jangovar izchilar she'rlarni o'qib nima qilib mushaqir bir azraq bir to'xtalib bergan bo'lsangiz.
Məmtli əpəndi məktəb qurdu. Məktəb qurğan vaqtda bu məktəblərə o'qituvchi yetishmaydi-da, tayyor o'qituvchi yo'q. Shunga yoshi cho'ngroq bolalarni oldin tarbiyalab, o'qituvchi qilib o'rinlashtirib, undan keyin maktablarni otalar hay'ati qurib, maktablarni bitirib, bolalarni elib, u vaqtidami shu bizning vatanimizning ahvoli biroz murakkab hamdi. Chunki uzun mazgil ishg'ol ostida qolgandan keyin va yetishganlar o'ldirilib, Abduqodir Damollamdek yuqorilab o'qiydiganlarga fursat yo'q. Ko'p insonlar o'qimagan. Ashunaq bo'lgandan keyin xalqni uyg'otish ehtiyoji bor. Maktabga bolalarni yig'ish ehtiyoji bor. Chunki u maktabga bolalarni bermaydigan, u yerda Məmtli əpəndining xizmatiga to'sqinlik qilish uchun u maktabni qorlab, har xil gap so'zlarni taqisganlar bor. Shuningga xalqni qoyil qilish kerak bolalarni o'qitish uchun. Shu munosabat bilan bir izchilar guruhi tashkillaydi. Endi bu ahvolga qaraydigan bo'lsak, Məmtli əpəndi bir davlatga o'xshash ishlagan. Faqat bir milliy ma'rif ministrligi emas u. Abim siz deb o'tgandek, Abdurahim əpəndim, amonlik saqlash ishlarini qilgan, ko'chat tikkan, maktabni tunutgan, tashviqot ishlarini qilgan. Bizning aqlimizga kelmaydigan bir odamning qilishi qat'iy mumkin bo'lmaydigan ishlarni ashuna qilganda o'zi. Undan keyin nimasi maynachilik dasidan beshiga yor chiqib ketgan bolalarga dorilarni berib, ota-onalarga deb ularniki supurlarni berib, vaqt-vaqtida yuvib, tozalab, dorilarni surib qilinglar deb. Sahiyya xizmatini qilgan. Nihoyat oz uxlab, otga minib bordi ekan maktablarga. Yo'lda shu yeni olgan nonni yeb degandek shunchalik jafoliq, ammo shunchalik mas'uliyatchanlik bilan ishlarni qilgan ekan. Endi she'rlarga qaraydigan bo'lsak, nihoyat ko'p variantlashgan she'rlar bor. Nemishqa undaq bo'ldi deganda, shu she'rni xalqni uyg'otish uchun, milliy ma'rifni qanot yaytirish uchun yozgan ekan u she'rlarni. Faqat bir shoir bo'lish sifati bilan emas. Xalqni qandoq qilib uyg'otaman, mushu yoshlarning, bolalarning ko'ngliga qandoq qilib bu hayajonni, bu umidning urug'ini tikiman degan maqsad bilan yozg'ashqa she'rlarmi bolalarga xitob qilgan she'rlar. Undan keyin u she'rlarga o'zi muzika ishlab, uni naqsh qilib o'qitib, bu o'qituvchilar boshqa yerlardan nomzodlar kelib, o'qituvchi tarbiyalash maktabida o'qib, o'qituvchi bo'lib, undan keyin u yurtlarga qaytib berib, ular zamonaviy maktablarni ochib, u yerdagi bolalarga o'qitdi-da. O'rgatgandan keyin bu she'rlar andan keyin necha xil o'zgarib mangdi. Variantlashib mangdi. Ba'zilari o'ziniki shu malning yoki shu noyining ahvoliga qarab so'zlarni almashtirib degandek. Ashuna qilib she'rlari nihoyat ko'p variantlashib ketgan. Ya'ni bugungi bizning suhbat programmamizning vaqti qisqa, shuningga oz qoldi endi. Shuningga men bek uzatmay, bir jumla bilan aytganda, bir davlatning qilgan ishini qilgan Məmtli əpəndi. Endi bir oxirgi bir savol so'rasam, sizlarni Məmtli Təpəqning yozgan she'rlari haqida jiqrab tadqiqotda nima qilibsiz? Ya'ni Məmtli Təpəqning bizniki Sharqdagi davlat marshini yozgan endi-da. Shu nimasini. Uni Turkiyada yozdimi yo vatanda yozdimi? Bir savol. Ikkinchisi, Sharqdagi davlat marshimiz keyingi kunlarda chet ellardami ozroq o'zgartirilgan nimalar deb bu to'g'risida xil g'ulg'ulab chiqadi shu. Shunda bo'lganda hozir bu o'zgartirilgan nimaslar asl nimasida qanday farqlar bor? Mushaqqa ozroq to'xtalib bersangiz. Endi Məmtli əpəndining o she'rini kitobga qaraydigan bo'lsak, biroz farqli vatanni beslag'ini uchun. Bu chet ellardagi marsh qilib istiqlol marshi deb o'qitilayotgani aslida o'quvchilarga o'rgatgan nusxasi. U ekrandagi hujjatni bir o'tkazib olsak, bir Salay Hojim deb bir kishining rasmi bor, ashuni ko'rsak, oqiga
Şu kişi, Selayacım, şu Memtli Efendi'nin okuyucusu bu kişi. Bular öğütüp diken şu marşını. Bular Memtli Efendi'nin öğretkini boyunca okup, bunu nimige elip, lintiğe elip, keyin andan bunu sanatçılar bilen bile okup, sanatçılar okup, aşna kılıp, bazırkı aleti şekillengen emdi. Lekin bizden bazırkı ziyalilerimizden bazıları biz Qutuluş deymiz, qurtuluş demeymiz. Bu azlık zaman Uyg'ur xilap deb aşna gaplarni qilib, uni o'zgartishni talab qilib bo'tadi. Aslida bizning tilimiz yo'qdan bor bo'lib qolgan narsa emas. Ming yildan yangi davom qilayotgan bir til. Ma'lum sabablar bilan ma'lum tarixiy davrlarda o'zgarish bosqichiga kirdi. Hozirgi zaman Uyg'ur tilining shakllanishi shundoq. Sovetlarning siyaseti, til siyaseti, bizning vatandagi mevcut sharoit, hammasi yug'urilib, hozirgi eg'iz tilini o'rtaq adabiy tilga hokim qildirish natijasi o'tirg'i chiqqan. Bo'lmasa bir til deganda hamda umumiy turkchadan elib aytganda tilninki masalan fe'l gavdasi bor bizning tilimizning. Ko'kida Jiltizida o'zgarish bo'lmaydi. Qo'shimchalar qo'shilib mangadi, qo'shilib yangi ma'no ifodalaydi. Bizning tilimizda boshqa turkiy tillarning hech birida bo'lmagan bir ahvol bor, shu jiltizi o'zgarib ketadi. Ojizlashdi deb buni. Endi bu Memtli Efendining o'rgatgan vaqtida ojizlashmaydi. Shu bo'yicha o'rgatgan harflar tushib qolmaydi. Shunga qurtulush deydi uni, harflar tushib qolmaydi. Yani hozirgi hamda bir qancha yil xeli bir torniyasi bir keskin munozara bo'lib ketdi. Shu Memtli Tevfikning yozgan davlat marshini o'zgartib ikki kupletning bir ikki misroni elib etib, nima o'zgartgan nimalar bor, biz nima uchun buni o'zgartimiz desa, ba'zanlar hozirgi darsda o'zgartimizga mushta bir gaplar bo'lib qolib qoldi. Shu bo'lgan hozir bir davlat marshimizga qaysi jumla so'zi aytishni tilda. Unda birning bormi, yo o o'zini uni o'zgartganlar hamda o'zining kayfiga qarab, o'zining ko'ngliga qarab, quliqiga xo'shaqmalarni o'zgartgan bo'lishi mumkin. Davlat marshi 33 ta qabul qilinib, o'qilib, 44 ta qabul qilinib, o'qilib, keyin hozir chet ellarda asosan umumlashdi hamda. Bir davlat marshini yozish uchun shundoq bir sharoit pishib yetilganda uni qaytadan yozilgan ish, qaytadan balkim muzikasini ishlaydigan ish, shu sharoit kelguncha uni hammadan o'ziniki xohlagani bo'yicha o'zgarsa bo'lmaydi menimcha. Memtli Efendining o'rgatgani bo'yicha qolgani to'g'ri. Rahmat. Buning siz bir tarixchilar suhbatingiz bilan Voris muallim qanday qaraysiz bizniki hozirgi kunimizda Sharqiy davlat marshini o'zgartib ishiltish mush masalasiga? Bu Şərq Türkistan Milli Marşı şu Memtli Tevfik Efendim'ninki Şərq Türkistan'da şu yazgan şiiri o. Şunun da onu Türkiye diye ezip apağan. Belki burun onu Türkiye'nin ama İstiklal Marşı'nı inceligen, tetkik qilgan bo'lishi mumkin ama şu vaqtlarda Memtli Efendi şu vatandagi elib berilgan milli inqilab tökülgen qalla şu yerda ötelgen bedellerini bizzat körüp şahit bo'lgandan keyin yazgan ve bu qabul qilingan ve milli marş bo'lib o'qilgan. Yani qutuluş yolida sudek aktı bizning qanimiz, qalbimiz, yani bu haqiqiy ichidan chiqarib qurtuluş üçün qalbimizde bar idi, imanımız da başında devam kıladık o hem de. Sen üçün yurtumuz bolsun pida bu canımız. Hakikaten de mi şu vaxtıda Bayam Raila müəllim aytqandek şu vaxtıdaki xalqның ruh haletini, şu vaxtıdaki tarihi bir bedel төлep bir millet şu vaxtıdaki işgalçilerge insanlıktan nesibini anmagan qaraqçı zihniyetlik bir devletler vardı etrafımızda. Yani o kadar o İstiklal Marşı yazılgan vaxtıda hem de xalq şu bedelinin karşılığında şu xalqның his tuyğularını ifade
qilib yezilgan bir marş. Hem bu marşni hem 33. yıldaki Cumhuriyet'te hem 44. Cumhuriyet'te hem şu 33. yıldaki bayrak bilen 44. yıllık bayrak yani kubul kılındı o Cumhuriyetimiz tarihinde. Hem de şulağa boğan hürmetimiz şu vakta şu kan tökken, can bergen şu ecdatlarımızın hürmetige biz bunu hazırgıça himaye kılıp kollap kelivatımız. Bazılarının onu özgertişini men doğru karmayman. Men bu Rayla müəllimge qetilime. Çünkü o bedelini tölügen adamlar yazgan narsa bu. Senin qaysi haqqın var, nima haqqın var senin onu ma bo'lmabdi, man yezish kerak deydiganga. Nima haqqın var senin? Ha, sen bir tal qıynağını töktün mü? Senin cemaatinde vatan üçün aşında şehit olgan adam var mı senin? Onun için biz yeni bir cumhuriyetimiz tekrar kurulguça ki kuruludu. Çünkü biz bir medeniyet üretken halk. Biz onda kalayımıgan kabile tüzümündeki millet emez. Bizdeki medeniyet, bizdeki terakkiyat 11. yüzyıllarda, 14. 15. yüzyıllarda tarihinin en yukarı pellesi çıkan bir medeniyet bu. Bizden bu medeniyetimiz insanlıktan nesibini almayan karakçı hakikaten de mi eski ilişkinde tecavüzcü, zomiger, zorbalar tarafından katli kılıngan bir medeniyet var yani. Katli kılıngan bir halk var. Şunun için hazır çekip andamında Uygurlarını küçük düşürdüğün indiciğiniz bu gapni tartıp duruşmunu mu doğru kömeyim ben. Uygur'un medeniyetini dünya alimleri bildi. Uygurların kandak millet hikayeliğini bildi. Uygurlarını hep beraber bu insanlık ölgendinken Uygurlarını tam öttedi bula. Bunu bildi, alimler bildi. Ama bunu karab biz andan imkigan bunda da belki hakikat. Ama bunu bazı gereksiz tartışmalar bu Uygurların nimisine. Şimdi demekçi bu yeni bir cumhuriyet kurulguça ya biz hazırki zamanın nimigi maslaştırıp hazırki 100 yıldan burunki ahvaldan tecrübesi vaxtlarını çıkarıp yeni bir devletimizni kurgan vaxtıda bunu hem de özlegidim Kazakistan, Kırgızistan'da kurulup kalamdı o ya ki biz bir bedel tülep yani bir inkılap arkalık bunu kol alamdık bunu halkımızın nimisi belgeleydi ki bunun için bir bedel gerek bedelsiz bir nesinin kımmeti bulmaydı şu vaxtıda yana şu istiklal malışımızını yani şunu davamlaştıramdık ya ki bulmasa hazırki vaziyetki maslaştırıp şunu yeniden bir tüzüş kılamdık. Onu şu vaktiki halkımızın vekilleri devletini kurgalla belgeleydi. Onun için bu keskenmez adamlarının ve teşkilatlarının onu özgertip bunu kılışının hiçbir nemisinin kanuni asası mı yok, hakkı mı yok ulanın. Onun için hazır muşu Memtili Efendi'nin ki hatırlarda ben onu saklap koydum bir yerde. Aşı vaxtıda yazılgan bir nimisi orijinali var. Yani bunun onunla kirmeyle hazır. Ben Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin tarihini cesaret bile anlatkanda onu nimi kılma düşendirme. Biz aşının aslığı sadık kalışımız gerek. Aşı kanlı tüyle kanlı tük bedelin tölgen halklarının nimisine hürmet kılışımız gerek. Hiç kimnin, hiç kanda teşkilatının bunun hakkı yok. Fakat müstakil boğağı vaxtıda şu halkımızınki parlamenti belgeleydi bunu. Benim karşım bu. Bir söz bir her özel şeklimiz yok da bunun doğru. Anike yana birisi hazırmış bizimki Şarkı Devlet Marşı'nınki ahangın iki xil demesine bizimki. Yani şunda kılıp oturda bu işlesim nurgulgan otur ixtilafdan kelip çıkıldı da bu işten qanday qaraysiz? İşkilerini nima qilay bu işten? Hazır bizim qo'llanib atgan Şarkı Devlet Marşımız iki xil. Birisi qisqartılgan muzikasi o'xshamaydi da. Bu ishdan qanday qaraysizlar? Muzikasi o'xshamaydigan yana birisini men bilmaydi ekanman. Men shu salayajimdanki o'qib bergini va shu bo'yicha qaytib bir nima qilib bir muzikalashtirib uni taqatgan bir nusxasi bor. Ana keyin ilgiriki yana bir nusxasi bor. O bir qadar uzunroq 3 minut 40 sekundlikmi işte. Uyg'ur akademiyasi qilgan 1 minut 30 sekundlikmi işte nimasi bor da muzikasimi sal farq bor. Onu endi balkim she'rning hammasini o'qigan bo'lsa boshlikisi, keyingisini qisqa bo'lsin deb ikki kupletini ham qilgan bo'lishi mumkin. Endi uni qanchligini qandoq o'zgartdi men uni solishtirib boqmadim.
Ahangam o'xshamaydi. Ahangam o'xshamaydi. Ikki nusxasininkida hamda. Buni bir ko'z qarashini deb baqaydi ekandim. Varis muallim sizniki bunga diqqat qilgan nuqtangiz bormi bunda? Bu İstiklal Marşı'nınki tabii Türkiye'nin İstiklal Marşı'nın qarşısaqmı o neçə kuplet uçu. Ama onunki tunji 2 kupleti işletildi. Hem de o bir yerde murasimlarda 3 minutluk narsini koyup koygun olmaydı. Hazırki vaziyetki maslashtirimiz deb qisqartgan bo'lishi mumkin. Qisqarsa mı şu asligi sadiq bo'lib qisqarsa bo'ldi. Ama bunu ahangni o'zgartish masalasi hamma odamning kayfiga yoki zevkiga qarab qildigan ish emas u. Onu birleştirish kerak. Onu ikki xil qilishga bo'lmaydi. Bayrog'imizni ikki xil qilishga bo'lmaydi. Istiqlol marshimizni ikki xil qilishga bo'lmaydi. Buni bir milliy iroda bilan, tek bir milliy nima bilan tarixiy asliga uyg'un belgilash kerak. Hozir buni qilganlar bunu qilish huquqini yoki haqqini kimdan olibdi? Onu so'rash kerak. Meningcha hamda hozir bu qisqartganlar xuddi boshqa davlatlarning mana shu 1 minutda 1 minut ya da 1,5 minut tugaydi-ku hamdaligi. U xalqaro malqi nimalarda 3,5 minutluk bir nimani qo'yg'ini bo'lmaydi. Shunga qarab tunji kupletini nim qilib hozirgi zamonga moslashtirgan bo'lishi mumkin. Ama uni shu asliga hurmat qilib, uni ikki xil ang bilan emas, shu bir xil ang bilan bir xil nima bilan qaysi bo'ladi. Hamda uni aslini o'zgartishga bo'lmaydi. Ya'ni biz ikki xil qilib olmiz bo'ldi hamda uni. Ya'ni onun uchun hozir Uyg'urlarda banda bir milliy markaz bo'lmagandiki, butun Sharq Turkistonning ichi va sirtida hammasi e'tirof qiladigan bir markaz bo'lmagandiki, hozir shuni buni kontrol qilish yoki bo'lmasa buni nima qilish ta'sir qiladi hammadan o'z bilganini qilib, uning hech bo'lmaganda hamda qarindoshlarimizning nimamiz shu. Bir hozirgi vaziyatga moslashtirib, asliga sodiq bo'lish asosida uni nima qilsak bo'ldi. Ammo bu bizning burun qilganimiz. Ham biz keyin bodo tarixiy bir fursat Xudo bo'lsa kelganda qurilgan davlatimizningki nimasini u vaqtida shu vaqtdagi xalqimizning vakillari shu davlatni qurganlar va uning vakil bo'lganlarningki qaroriga hammamiz hurmat qilamiz-da hamda. Ammo hozircha ashunga hurmat qilib shuni ishlatib tursak bo'ladi deb qarayman. Ammo o'zgartishga bo'lmaydi. O zaman onun bedel tülgenlerge haksızlık qilgan bo'lamiz. Ularninki hurmatsizlik qilgan bo'lamiz deb qarayman. Rahmat. Birlashtirish kerak. Ikki xil ang bo'lmaydi. Rahmat. Eng oxirgi bir savol hamda avvalgiz Mamti apandimni o't yurak vatanparvar shoir, kompozitor, ma'rifchi deb bir necha sifatladik. Ondan nurg'unlagan yana sifatlar ham qolgan bo'lishi mumkin. Shoirlik nuqtasidan chiqqan vaqtimizda Mamti apandimning yozgan she'rlari bilan Jangovar nurg'un she'rlarni yozdi. Uni yozgan she'ri bilan boshqa Uyg'ur shoirlarining yozgan she'rlarini silishtirgan vaqtda o'tirishda farqlar bormi? Men javob berandim. Men javob beray. Bo'lgandikan kechirasiz. Ne qildim mana xo'sh. Ma ekranni o'tkazib boqamsiz? Ekranni. Qaysiga eklayman? Keyingisi, ondan keyingisi. Mamti apanning she'rlarini qanday aloyligi bor deb qargan vaqtimizda Mamti apanda takrorlangan so'zlarning xilijiq 3800 dan ortiq so'zning takrorlanganligini, 4370 so'zning ishlatilganligini tespit qildim men. Buning ichida ismlar sifatida butunlay ism deb chiqarib eng ko'p ishlatgan so'z qaysi deb qarasak, vatan degan so'z 65 qatim ishlatilgan ekan. Ondan keyin ay deb xitob qilgan so'z 33 qatim ishlatilgan ekan. Almashlarda men 17 qatim, biz 123 qatim ishlatilgan ekan. Bu nimani ifodalaydi deganda, Mamti apandi she'rini san'at uchun men bir shoir bo'lib, dangliq bir kishi bo'lay deb emas, vatani uchun, xalqini uyg'otish uchun va hech qachon o'zini gavdlantirib, men bunda qishni qildim, tunji bo'lib men qildim mashni deb hozir nihoyat ko'p anglaymiz-ku shunaqa gaplarni. U ko'z qarash bilan emas,
biz dep turup bütün işlarni umumiy manfaatni chiqish nuqtasi qilib turib qilganligini ko'rishga bo'ldi. Hamda she'rlarning mazmunini qaragandimi vatan bilan munosabatlik she'rlari ko'p. Yoki boshqa temada bo'lsa-mu, ichida chuqur vatan bilan munosabatlik, vatanning taqdiryolari, vatanga bo'lgan mehr-muhabbat, vatanga bo'lgan mas'uliyat, vatanni gullantirish, vatanni qo'g'dash, vatan uchun bir ish qilish, bu bolalarni yetishtirish, maktab echish, bularning hammasi shu vatan uchun hisobda. Muallim degan she'rlari, bolalarga 1-2-3 bilan boshlaydigan she'rlar hammasi mazmunning asosliq va muhim qismi vatan bilan munosabatlik. Undan keyin so'zlarga qaragandimi, ishlatilgan so'zlarda Xitoycha 3 talam so'z bor. Shu 4000 necha so'zning ichida. Bu 4370 so'z degan qo'shimcha qo'shilmagan, yasug'uchi yoki turlicha qo'shimcha hech qaysi qo'shilmagan yiltiz oldik so'zlar. Bularning ichida faqat dam, dotay, gam 3 talam so'z bor Xitoycha. Undan boshqa Xitoycha so'z yo'q. Bu so'zlar bizning og'zimizda hozir o'zimizning tiliga aylanib ketgan, kundalik turmushimizda ishlatiladigan so'zlar. Undan keyin Xitoyni maqtagan yoki Xitoy bilan munosabatlik hech qanday bir she'r yo'q. Hamda keyingi Mamlapandiga o'xshash she'rlari cheklangan, keyingi vaqtlarda ruxsat berilgan, shoirlarning nurg'un she'rlari tepilib, e'lon qilindi, yig'ilib. Nurg'un she'rlar bor. Xitoyga beg'ishlangan yoki Xitoyning taqdiryolariga beg'ishlangan degandek. Ammo Mamlapandining undaq she'rning hech birisi yo'q, ya'ni butunlay milliy tuyg'ular bilan oziqlantirilgan she'rlar ve bu she'rlar vatanimizda besilgan vaqtda besilishi uchun, ya'ni besilamay qolmasin degan bir andisha bilan ba'zi so'zlarning o'zgartirilganligi haqida aniq yozilgan kitoblarda. Ba'zi so'zlarni o'zgartdik deb. Agar Xitoyning tilini, taqdiryolarini, millatini, davlatning siyosatini maqtagan bo'lsa, u she'rlar texim bak ko'p ko'tarilib ketdi. Qattiq uni o'zgartmaydi. Shunga qaraganda Mamlapandi nihoyat maydoni aniq, g'azab nafrati aniq va maqsadlari aniq, nishoni aniq, ashnaq bir ziyoli, haqiqiy ziyoli. Hozir biz o'qiganlarning hammani ziyoli deymiz, ammo ziyoli degan so'zningki ma'nisiga to'g'ri kelmaydigan odamlarmi hali ko'p. She'rlardan biz mushlarni tushuna olamiz, endi hozir o'zi bilan bizning ko'rish imkoniyatimiz yo'q. Bolalar bilan ko'rish imkoniyatimiz yo'q, chet eldagilarni hisob qilmaganda vatandagilar bilan. Bir qizi tugab ketibdi, nevaralari bor ekan. Faqat asarlardan biz tadqiq qilgan vaqtimizda mushlarni deyishga bo'ldi. Mamlapandi aslida ko'kka ko'tarilishi kerak, butun avlodlarimizga tunutilishi kerak. Bizning bolalarimiz o'ziga o'rnak elishi kerak Mamlapandini, uning fikrini, ideyasini, ish harakatini. Shu chog'da uning lekin fidokorlik bilan o'zining vatani uchun xizmat qiladigan, o'qigan bilimini, vaqtini, zehnini, pulini vatani uchun sarf qila oladigan odamlar ko'paydi. Mamlapandimni biz qanchalik bilmasak, qanchalik ko'mib qo'ysak, farqli ideyadagi, ko'z qarashdagi odamlar ko'payib mangdi. O vaqtida bizning vatanimiz uchun xizmat qiladigan, fidokorlik qiladigan odamlarning soni ozlab mangdi. Uning natijasini qanday bo'lganini hammamiz bilamiz. Shuning uchun bugun men sizni tabriklayman, sizga rahmat aytaman. Mamlapandining qatl qilinganligining xotir kunda shunday bir program o'rinlashtirib, qaytadan Mamlapandimni eslab, Mamlapandimning ish izlarini hammamiz az ko'p bilamiz. Shunday bo'lsa-mu, yana texmi cho'nqurlab, texmi atrofliq tilga elib,
bu programni o'rlashtirganligingiz uchun sizga qaytadan rahmat aytaman. Sizlarga ko'p rahmat. Men o'sha program o'rlashtirmayman deb aloqalasam darhol ifoda bildirib voy bo'ldi deb chiqib yaxshi tayyorlik qilib xalqimizga Mamtli Tevfik apamning hayotini, qilgan ishlarini, vatan millat uchun to'lagan bedellarini, jinni silish orqali vatan millat qutqizish bunda bir ruhni yaxshi yo'ritib berdinglar. Buning uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbat programmamiz bir qadar uzrab ketib qoldi. Endi Mamtli Tevfik apamninki hayotini bir yaxshi bir yo'ritib olish uchun tafsilroq so'zimsak bo'lmaydi ekan. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. Varisga sizning bir gapingiz bo'lsa olayli, bo'lmasa programmani to'xtataylik. Eng oxirgi gapingni qilib qisqacha bir olay. Rahmet, men bu Raila muallimning deganiga qaytilma. Mamtli efendim bizning haqiqiy mustaqilligimizni yaqinlaydigan hech qanday bir vaqtda nimadan asla havuz bermagan, maydonni o'zgartmagan qat'iy irodalik mustaqillikchi bir shoirimiz, mutafakkirimiz. Endi bu Mamtli efendimninki she'rlarini boshqa shu davrdagi boshqa shoirlarning she'rlari bilan solishtirgan vaqtimizda buni ko'ralaymiz. Haqiqiy mustaqillik va milliy mafkura bilan, milliy ruh bilan yo'g'rilgan. Biz hozir mushu ruhni Mamtli efendi ve onun mektubida o'qigan, shuningdan tarbiya olib qilgan o'qituvchilarga yetishdik biz. Shu o'tir boshlang'ich shu vaqtda nima qilgan peshqadam muallimlarimizdan oldik. Biz bu ruhni davomlashtiramiz. Bu o'lmaydi. Siz bu programda debsiz ko'ydirib etilgan ma'rifchi. Haqiqatan de o ma'rifat bilan, ma'arif bilan shug'ullanganlarni qotillar, vahshiylar, zo'migarlar ko'ydirdi. Bu adam hakikaten de o'zining asarlari bilan, faoliyatlari bilan madaniyatni, ma'arifni targ'ib qilgan bir adam bu. Hem de hozir bizning vatanda Cumhur millati o'rtaq gavdasi madaniyat bilan oziqlantiramiz deyotgan adamlarning qilgan qotilliklarini hisoblagan hozir ko'ryapmiz-ku, amaliyotda bir madaniyat bilan aloqasi yo'q bularning. Mushu madaniyatni tarixda Sharq bilan G'arbning madaniyatini bir-biriga uchrashtirib, o'zgacha bir madaniyat yaratgan bir millatningki avlodi Mamtli efendi. Bizning mangdigan yo'limizmi mushu yo'l. Buningdan başka yolumuz yok. Buningdan başka yol alaket yolu. Yani aptonomiya, paptonomiya, yana birisi, yani hemmisi bu to'g'ri emas, qabul qilgani bo'lmaydi. Mamtli efendimdek mushundaq hayotini, ömrünü bergan adamlarga hurmatsizlik bo'ldi bu. Onun uchun men ko'p rahmat aytaman. Raila muallim aytdi, yaxshi xulosaladi. Bizningki agar avlodlarimiz, yoshlarimiz agar bir izdan mangishga to'g'ri kelsa, mana shu Mamtli efendining izidan mengish kerak va ularning qilib bo'lmagan ishlarini amalga oshirish uchun ashuni o'rnak elish kerak. Bizmi shu yo'lda mengivatimiz, inshaalloh bizdan keyingi avlodlarimizmi shu yo'lda mengib oxiri ko'zlangan maqsad mustaqillik, shunga erishishni umid qilamiz. Sizga ko'p rahmat. Shunday muhim bir masalada bizni birga kelib, xalqimiz bilan uchrashtirib, bu rahmatlik ulug' arbobimizni yod etkizdingiz. Makoni jannat bo'lsin, ruhi shod bo'lsin, xotirjam bo'lsin. Cho'qqin maqsadimizga yetish uchun jinimizni oxirgi tenimizgacha biz ömrimizni atadik bu yo'lga. Rahmat, Arshidxonaga rahmat. Sizlar orqali bu programma ro'yobga chiqdi. Alloh xolasa bundan keyin Uyg'ur tarixida o'tgan mashhur shaxslar, Uyg'urlarning siyosiy, ijtimoiy hayoti kuchli ta'sir ko'rsatgan Uyg'ur sarxillari haqida programma qilish izchil davomlashtiraman. Bu bir cho'ng bir planda. Lekin ekranga chiqadigan odamlar vaqtning chiqmasligi ba'zi sabablar bilan bu narsa davomlashtirib bo'lmadik. Lekin bu davomlashtirishga izchil tirishmayman. 6-ni, 14-ni kuni Muhammed ibn Buğra Hazretimninki 1964 6-14 shu Turkiyada Anqarada vafot etgan kun ekan. Shu kun munosabat bilan Muhammed ibn Buğra Hazretim haqida shuning hayotiga bir qarab chiqish, shuning ish izlarini qayta bir anglatish,
haqida bir programma qilishni o'ylashyapman. Shunga yana undan boshqa nurg'un Uyg'ur sarxillarimiz bor. Bildiganlar o'qib qoldirib qo'yinglar, bilmaydiganni hammamiz tang bilishaylik degandek. Anikan men biraylar savol so'rabdim. Ahmad Qilish deydi. Mamti apanning tarixini qayta yozish kerak deydi. Anikan Varis muallimning mushtaq bir xiyoli bormidi deydi. Ben sen bayanma dedim bana şu kulağımda turuptu 94. yılı yazıp dikenme marifetperver inkılapçı Memtil Efendi dep ama Yalqın Rozum'u yaxşı yazıptı hem de bu şu bütün Memtil Efendi bilen münasebetlik materyallarını toplap muş doğruluk yani bir eser yazışka gerek dep karayma muş tarih kitapları hazır yazıvatkan bir şuların tüketkenden keyin aşı Memtil Efendi toğırlık bir hazırkı yeni tepilgan materyallarını nem kıp durup bir nesi yazış planım var ya çoğurak makal olamdı ya bir kitap bulamdı onun bir planlavatım hem de kaçan Hudayım ömür verse selametçilik verse oyluşvatım. Rahmet. Rahmat. Rayla xanım sizniki muş Türkçe yazgan Memti Efendi'nin şiir hakkında bir demeniz var o deyim Ma ekranın ahırda ma ekranı ötküzetsek kitapның muqavasını qilib qo'ygandim. Mushu. Men bo'libmi Turkiyadagi yoshlarga buni demoqchi. Bu kitap Türkçe, Türk Dil Kurumi'dan chiqdi Memtil Efendi ve şiirleri. Bu kitapta Memtil Efendi'nin hayatı tunuşturuldu. Gramatik kısmı yok. Doktora dissertasiyamda gramatik batdı. Bunun da şu şiirleri, onun için şiirlerinin əsası, oquluşu, Türkiye Türkçesiga tercümesi ve lügat. Memtil Efendi'nin şiirlerinin lügatı. Memtil Efendi'nin hayatı Türkçe. Bunu Türkiye'de doğulup çoğun olgan Uygurcini yaxşı okuyamaydigan bizning Arap elifbasini. Yaşlarımızga tavsiye qilaman. Memtil Efendi bilen tunuşup çıkışlarını ve Uygurcini silishtirib öğrenip elish üçün belki bu faydalı bir materyal buluş mümkün. Rahmat. Jer bir mani ko'rgandan ayog'i men har qatimish Memtil Efendi haqida biror o'qib qolsam, yuragim ko'rib qolsam tabiiy oldida kinishni qarasak bir zam nimada hamda bir ziyo nima xos bir bilimiga kiyish. Uni mesela qo'ygan burtibadan diqqatini tortadi-da. Bizim Uygurlardan şu devirde yaşayan bazı başta burtlarını qo'yibdi ekan. Mushaqqadan bir nimlar bormi desizlar anglagan ko'rgan bir narsalar var. Adam çünkü adamning tashqi qiyofatimi qo'ygan soqoli burtiyak chash nimasimi ma'lum bir vakillik qilgan bir nimalar bor deydi ekanda endi buni bir so'rg'im kelib qoldi. Hozir men rasm ko'rgandan oyog'i Şu devirni ifadesi gerek. Burutning şekli şu devirni ifadesi gerek. Hem ma resimni bizning vatandagi jurnalning tashiga basqan resimdan şu Türkiye'de qara qalam bilan sizibdi uni, sizg'izibdi şu Türk Dil Kurumi. Sizg'izib besibdi. Hamda o kiyinish albatta muhim. Biz Uyg'urlar Xitoydan ashunaq farqlanamiz-ku. Xitoylar mum kiyib yurganda bizninkilar xurumdan o'zlari tikib, utuklarni kiyib ashunaq juratdi. Uyg'urlarning farqli bir san'at nimasi bor. Tushunchasi bor. O kiyinish, uy tutish, yurish turish hamma narsada o'zini ko'rsatdi. Memtil Efendi bir Uyg'ur bo'lishibdi bilan buni ifodalaydi deb o'ylayman bu resimde. Raskasınız buna Doğru bir milletning medeniyetini ifadeleş için tabii yemek içmeki, kiyim kiçigi, turuk kıyafeti fevkalade mühim. Şu vaklarda Memtil Efendi şu Uygurlarning içinden çıkan münevver ziyalilar boğaçka Uygurlarning mana shunday medeni taraqqiyperver taraqqiyotga o çok shunday esil bir xalq ekanligini o'zining yurish turishi bilan kiyim kechakları bilan isbotlagan. Hem de bu her devrininki bir kiyim keçek adetleri buluducu. Bizning Uygurlarning bizning şu hazırki zamanı masalda özünün Uygurluğunu to'liq ifodalaydigan kiyim keçeklerge dikkat qilish kerak.
kiyim-kechak, bu bir kimlik. Shundoq. Bu bir medeniyet bu mu? Xuddi men ba'zilarga qarasam, arablarga o'xshash saqal qo'yib oladigan, ayollardan hamma bir arablarga o'xshash kiyinib, Uyg'urlarga hech mos kelmaydigan qiyofatlarda Çünkü adamlar mana mushunda adamlardan hech bo'lmaganda mush adamlarning haq hurmati uchun bo'lsa-mu Uyg'urlarning madaniyatini bundaq bulg'umusun, bundaq kirletmisun. Bular Uyg'ur emas. Uyg'urcha gap qilgan bilan Uyg'urlarning yuzini to'kmisun. Mehmet Ali Efendi mana 100 yil burun Uyg'urlarning qanda ilg'or madaniyatlik inson ekanligini o'zining qiliq qiyofati bilan ifodalagan. Men yoshlarimizga, yosh xonim qizlarimizga va yosh o'g'il balalarımızga bizningki hamda bir ustoz bo'lish sübtimiz bilan tavsiyamiz Uyg'urlig'inglarni Uyg'urning madaniyatini ifodalanglar her yerde. Her ailanglarda Uyg'ur madaniyatiga, Uyg'ur kiyim-kechiga, urf-odatiga xilof adamlar bo'lsa, bularni o'zgartinglar. Biz haqiqiy o'zimizga Uyg'urga loyiq qiyofat bilan o'zimizning Uyg'urligini isbotlaylik. Hali qanday qiliq qiyofatlar bilan Uyg'urlarni sat ko'rsatmayli, Uyg'urlarning yuzini to'kmayli, unda qilmayli qarindoshlar. Onda qilmayli. Her milletning o'zining bir urf-odati va kiyim-kechak urf-odati va mana shu Mehmet Ali efendim yoshlarimizga ulga. Hanım kızlarımı Rizvangüldek shu vaqtida masalan bizning milliy inqilobninki ayollar komandirlarning bir resmi var. Arşivlarda Rayla Ma'lumni bo'lishdi. Sen mi ko'rgan bo'lishing mumkin Abdurahimjon. Nima degan madaniy, nima degan isil? Biz mushunda bir millat qandoq qilib ashlag'imi azroq bo'lsin bir hurmatimiz yo'qmi? Ha? Biz bir qaroqchilar, yovuz, zolim kuchlar tarafidan haqqi g'asb elingan, tajovuz uchirgan bir millat biz. Biz bu tepkimizni yanılam dünyaya medeni bir şekilde özümüzün şu ecdatlarımızga layık bir şekilde ilgi çıkıp biz halkının aldığı Uygurlarının yüzünü töküdüğün emes, Uygurlarının inaatını kötürdüğün mana muş adamlarda örnek alayla. Aziz milletimizin perzentleri. Örnek alayla her milletin bir kiyim, kuşam, yeme içme örf-odati var. Biz qilgan bu medeniyetimizni xarlamayli, paslatmayli. Bizmi Uyg'ur deb ma'dimizni ko'tarib mana mushundaq isil o'rnaklar bor, misollar bor, mushundaq bo'layli. Mening oxirgi so'zim shu. Rahmat. Rahmat, darishlarga ko'p rahmat, qimmatli vaqtni chiqarib bergan memnuniyat tadqiqot nihoyat yaxshi isil so'zlab berdinglar. Sizlar ko'p rahmat. Şu vaqt munosabatidan bir munosib programmamiz oxirlashsin. Yani davomli programmamiz bo'lib qolib qolsa, yana sizlarning aloqalashishimiz, yani texnik ko'p Uyg'ur ziyolilarniki o'rtaga chiqib o'zi biladigan sohalardan xalqimizga leksiya berishini, suhbatga qatnashishini umid qilaman. Xudo samimaligiga Alloh omonat, ko'p rahmat. Kelarki son programmamiz ko'rishaylik. Xudoyim omonat. Rahmat. Xudoyim